Assalomu alaykum. Dunyoning har qaysi joylaridagi muhtaram vatandoshlar, hammalarga Allohning salomi, rahmati bo'lsin. Fidoyilarga xush keldiңlar. Bugun diqqatingizga Hidoyat yo'lida nomli programmaning ikkinchi sonini sunamiz. E'londa necha kunning oldida berilganidek, kunimizga qadar Qur'ondan nazar programmasi, Qur'ondan nazar nomli programmaninki taqdimkori Ustoz Abdulkarim Zoir efendininki mush hidoyat yo'lida boshdan kechirganlari, bu yo'lga qanday qadam bosganligi, boshdan nimalarni kechirganligi qator mazmunlarni xalqimiz bilan bir o'rtoqlashish niyatida bu programmaga taklif qildik. Yoqtirib ko'rishinglarni, do'stlarga tavsiya qilib qo'yishinglarni umid qilamiz. Albatta, hozirga qadar kunimizda bizning xalqimizningki nima deyildi emas, kim dedi degan masalaga bakrak qiziqadigan bo'lganlar uchun bugungi programmaga alohida diqqat berdi deb umid qilamiz, o'ylaymiz. Ekranimizda Kerim Zoir ustoz. Assalomu alaykum ustoz, xush keldilar. Va alaykum assalom. Qanday ahvollar, Hijmatulloh? Hammaga Alloh razı olsun. Yaxshi bizni, Allohga shukr. Bundan turibdik. Oldin qattiq biroz aldirashib ketdik. Sizlarni safarda o'qib qoldilar. Shuning bilan mayapti biroz yana qarasak kechikib ketdi ekan. Kechiktiraveramaydi, yaxshi xayrli ishlarni deb boshladigan bo'ldik. Endi sizlar bilan 2 yilga yaqin suhbat ilib bordik, ammo shaxsiyatlarimizga aloqador. Ya'ni asli tema bo'lgan Qur'on manbalik din tushunchasining sirtida ba'zi siyosiy temalarda fikrlashish bo'ldi, ammo boshqa masalalarda pek chunqurlashib bo'lmaganligi uchun menga yangi bir bet yasalindi. Shu qatorda shu xalqimizning borasida birlikda bilan sizni bir chunqurdan tushunishli deb o'ylaymiz. Marhamat, o'zlari kim bo'ladilar? Shu yerdan boshlaydi. Marhamat. Assalomu alaykum. Dunyoning har qaysi joylarida hurmatli qarindoshlar, hammalarniki har vaqt xayrli bo'lsin. Bugungi programma hozir Ahmadjon degandek, biz nima uchun shu Qur'on manbalik islom deganga, yana yoki Qur'onni asos qilgan bir islomga keldik yoki bo'lmaydi. Qur'onni manba qilgan holatdagi islomni izlanib topdik. Maqsad nima deganga o'xshash nurg'unlagan narsa bor buning ichida. Oldi bilan o'zimni bir nima qilay, o'zim Kerim Zoir, men Shayar noyisniki Yengmali yezisidan 68-yili 1-oyning 15 tug'ilgan, hozir men 57 yoshga kirdim. Shu 57 yosh jarayonida hukumat maktabida 10 yil o'qidim. Ondan keyin hukumat maktabi bitishdan burun 2 yil, 3 yildek burun shu diniy maktabni birlashtirib o'qib yurib, yana din nimaniki arab grammatikasi, mana shu vaqtda arab tili grammatikasi, arab tilidagi asoslarini tarjim qilish va kaza ishlarni o'rganishga boshlagan bo'ldim. Ondan keyin o'qish bitgandan keyin 84-yili 10-oyniki 2-sila yana shu Xitoy hukumatniki bayrami bo'lib ertasi Kuchaga berib shu yerda Kerem Damollam deb bijaq turadigan shu kishiniki madrasaga kelgan bo'ldim. Endi hukumat maktabida nihoyat yaxshi o'qigandim men. Chunki shu hukumat maktabida o'qiyotgan vaqtda 2-yildan boshlab, ya'ni 2-sinfga kirgandan boshlab toki 9-sinfga kelishlik o'rganish vaqtligi bo'lib o'tgan. Nihoyat yaxshi o'qigandim. Uydagilar asosiyatdan hukumat maktabiga bo'lgan qiziqarligi bek yaxshi bo'lmadi. Shuning bilan meni shu diniy sohada o'qishga biroz nima qilgan bo'ldi, targ'ib qilgan bo'ldi. Keyin o'zim shu diniy sohada o'qishga kirishib ketdim. Keyin o'zi shu Kuchada 1,5 yildak o'qigandan keyin bu nima keldi? Shinxoga keldim, To'qsu deydi uni. To'qsuga kelib u yerda Abdurahim Damullam, Abdurahim Mahsum,
İsmail Damollam, Ez Damollam degan olimlardan ta'lim olgan bo'ldim. Ulardan shu tafsir, hadis, shu Sahih Buxoriy, Sahih Muslim deymiz. Şuna fiqh aş kitaplarını o'qigan bo'ldim. Ondan keyin arab adabiyoti, arab grammatikalarını puxtlagan bo'ldim. Keyin 87 yilning oxirida, yana 8 ayniki o'ttirlarda qog'liq keldi. Qog'liqda shu 9 ay dars boshlaydi-ki, shuni ulgurib borayli deb qog'liq keldim. 3-4 aloqaning bilan. 90-yilgacha asosan shu qog'liqda o'qigan bo'ldim. Bu jarayonda shu ovoz qaytib o'tadi, Ahmadjon. Bana qaytib kelganda shu bir ovozchi. Boshqa normalsizlik yo'q. Ha. Ben tekshirib boqaysiz, nima qilasizlar? Shuning bilan hozir to'xtadi ovoz. Nima dedim, ovoz qaytib o'tdi debdi, 5 to'g'ri qarindishimiz. Hozir ovoz to'xtadi. Shu jarayonda asosan bu arab grammatikaları, mantiq yana hozirgi u biznikida bizning tilimiz bo'yicha aytgan vaqtida logika deymiz, hamda shu logika qatorliq narsalarning o'zini bir qism o'zi falsafaga doir kitoblarni o'qigan bo'ldik. Shundan o'qishni putlagan bo'ldik hamda asosan tafsirdimmi xaljiq tafsir o'qigan bo'ldik. Bu yerda bu jarayonda Qur'onda nurg'unlagan atalg'ularni yoki va'dalarni ko'rgan bo'ldik. U va'dalarning ichida dinga amal qilsa yoki islom dinini qabul qilsa, u odamlar nijot topadiganligi haqida nurg'unlagan Qur'onda shunday oyatlar bor. Hadislarda nurg'unlagan yerda shunday hadislar bor. Shuning bilan bu nerbiri 8 yillik hayotimda bundaq hadis, bundaq o'zi Qur'ondagi oyatlarni nurg'uyani ko'rib, oxirsida shu jarayonda hamda shu orliqda olimlarimizdan, ustozlarimizdan, misol Abdurahim O'tkir ustozimiz shu iz degan bir romanni yozgan bo'ldi. Shuning o'zini ko'rdim. Uning o'zi o romanni o'qigan bo'ldik. Keyin O'yg'ongan zamin degan romanlari chiqdi. Keyin Tangritog' burkutlar deydigan shu loyihalarga doir nurg'unlagan kitoblar chiqdi. Keyin Shinjang tarixiy materiallar degan Hoji Yaqubniki 30 qismga yaqin shundaq bir nemisi kitoblar chiqdi. Shu kitobniki 17 qismida Sharqiy Turkiston bo'libmi, Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyatiniki rahbarlik sistemalarini bayon qilgan shundaq o'zi yerlar bor endi. Uni degan Zurdun Sabirniki Ana yurt degan kitoblari chiqqan bo'ldi. Eng o'zi buniki ichida tarixchi olim aramizdan hamda Uyg'urlarning arasida aytib qaysar bir odam ekan, shu Turg'un Almasniki Uyg'urlar degan kitobi chiqdi endi. Uyg'urlar degan kitob shu 10-asrning boshlarigacha Uyg'urlarniki voqealigini bayon qilgan, masalan, Qarxonlarniki, g'arbiy Qarxonlar yiqilgan qadar, yani 1212-yilga qadar bayon qilib yozilgan kitob ekan. Men shungachilik Uyg'urlarniki qurgan davlatining o'zini bir zikr qilgan yoki bayon qilgan bir kitob ko'rmagandim-da. Shu kitoblarda u Uyg'urlarning davlatlarining o'zini ko'rgan bo'ldik, tarixda nurg'unlagan davlat quribdi. Undan keyingi vaqtda Saydiya xonligi degan doir kitoblarni o'qigan bo'ldik. Ular orasida shu nimalar Xo'jalar tazkirasi deymiz, ish qilib shunga o'xshash nurg'unlagan kitobni o'qigan bo'ldik. Va Qur'onda nurg'unlagan o'zi darslarni o'qigan bo'ldik. Shu orliqda bir bilan o'zi selishtirib ko'rgan vaqtimizda
tarixda nurg'unlagan davlatni qurgan, shundaq o'zi esil madaniyatlarni barpo qilgan, o'zi qonun chiqarib, o'zining ishini o'zi o'ngshab menayotgan bir Uyg'ur xalqi keyingi zamonlarda bu holatga tushib qolishiga nima sabab bo'lganlikqa hech aql yetmaydigan darajada shundoq bir narsa paydo bo'ldi. Keyin shu 90-yili o'qishni bitirib 4-oyning 5-ida, 90-yil 4-oyning 5-ida barni voqeasi yuz bergandan keyin bir 3-4 oy ichida meni tutib ketgan bo'ldi. 1 yil turmada yotgan bo'ldim. Ovoz yana chiqib ketdi ya. Qaytib ketdi. Yo'q, men tekshirib baktım, naq maydonga takrorlangan ahvol yo'q. Ana yana ovoz qaytyapti deb yozdi nima? Abdulaziz. Endi yana to'xtadi. Yana yig'ib aytgan vaqtida shu 90-yil o'qishni bitirib Shayoq qaytgandan keyin Shayoqda hamda nurg'unlagan shu jarayonda misol Turg'un Almas niki shu Abdurahim O'tkirniki, Zurdun Sabirniki nurg'unlagan kitoblari, ashuna ustozlarniki nurg'un kitoblarini o'qib ko'rgandan keyin tariximizda biroz bir savodimiz bo'lgan bo'ldi, oz bo'lsa-mu. Hamda o Shayoq degan Tarimga yaqin bir yer, shu Tarimdan o'tinni to'shiydigan shu 90 oylariga endi o'tin to'shiydigan o'tinchilar jiqnim qildi. Bizniki cho'ng yo'lning qirida bir yerimiz bor. Shu yerda o'ltirib qaraytdim-da, nima qilsam har kun bir soat o'ltirsam 20-30 yoki 40-50 harvu, eshik harvusi olsun, at harvusi olsun, traktor olsun, o'tin to'shiydigan hammasi Uyg'urlar to'shiydi. Xitoylar nochi bir o'tinni elib, kumini qalab, o'zi ashar qishincha uning huzurini ko'rdi. Shu narsa esim kelib, shuni bu nima uchun bu biz musulmon turib, ya'ni islom diniga e'tiqod qilgan turib, Qur'oni Karimga ishongan turib, Alloh taoloniki o'zi nurg'unlagan amr farmonlarini bo'libmi biz an'anaviy dinda بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وتحج البيت إن استطاع إليه سبيلا degan shu prinsip asosan dinni o'rgangan bo'lg'ashqa dinniki asosi shu 5 narsa. Bu 5 narsani qilgan odam nijot topadi degan o'zi dunyo va oxirat nijot topadi degan shunday narsalarni jiq o'rgangan bo'lg'ashqa biz shu 5 narsani qilayotgan tursak hajjiga berib kelamagan bo'lsak, majida zaten inistata ilayhi sabila degan kelim borki oxirsida bizniki qudratimiz hozir uning yetmaydi, imkonimiz yo'q, ammo imkonimiz bor, shu ishlarni hammasini namozni o'qiyotimiz, ro'zani tutyapmiz. Allohning bor birlikka ishinyapmiz. Ya'ni nima uchun biz o'zi shu nimaning o'zini shu nijotga erisha olmaymiz degan masala ustida bir fikir yurgizgan bo'ldim. O to'g'riliq nurg'unlagan odamlar fikir yurgizdi bizni vatanda zaten shu vaqtida. Shuning bilan bu tarixni aqtursak, bu din, ya'ni islom dinini qabul qilgandan keyingi nimalarni aqturgan vaqtlarda nurg'unlagan bizga to'salg'ilgan bundaq masalalar bo'ldi. Zaten shu bo'libmi hadis yoki Qur'onniki bir qism tarjimalardimi Qur'onniki shu tarjimalarni to'g'ri qilmagandan keyin yoki ustozlar bizga o'rgatgan vaqtdan ba'zi sup mijoz ustozlarni o'qigan yerimiz bo'ldi. Ashlar bizga ashuni to'g'ri o'rgatmagan vaqtida buningdan nurg'unlagan shubhalik bir narsalar kallama paydo bo'lgan bo'ldi. Tarixda ya'ni islomni qabul qilishdan burun Uyg'urlar shundaq qudratli davlatlarni qurib, shundaq madaniyatlarni yaratib, hatto Xitoyning o'zini boshiga durib shundaq bir holatga yetgan Uyg'ur xalqi islomni qabul qilgandan keyin asta ojizlash orqali nima uchun bu kun qilib qoldi degan narsa kallama kirib oldi. Bu narsaning o'zini biz din orqali hal qila olamiz degan vaqtida Qur'on qarasak, o Qur'onga ishongan odamlar hamma ishni Qur'on bilan hal qila oladi degan bir narsalar Qur'oni Karimda zaten o nijotga erishib degan kelimadan chiqib turdi.
Ama bizniki milletimiz şu 1200 yıldan keyingi vaqtda şu 15 asrdan 16 asrning oxirigachilik hukm surgan Sa'diya xonligidan keyin zodi bir tuzuk bir davlat quranmapti endi. Asrlarcha yani 100 yıl olsun, 200 yıl olsun, 300 yıl atrofida uningdan ortiq vaqtning ichida hech qanday davlat quranmapti. Orliqda shu nurg'unlagan vayronchilikdan boshqa hech qanday narsa bo'lmapti endi xalqimizda. Shuning bilan bu yerda ikki narsa paydo bo'ldi kallamga. Birisi yoki biz bu Qur'onni tushunmayotimiz yoki bo'lmaydi. Ikkinchisi yoki Qur'onda bir o'zi bizni to'g'ri yo'l yetaklay olmaydigan bir narsa bor degan shunday bir narsa paydo bo'ldi-da. Ya masala bizda yoki Qur'onda demoqchi endi. Shuning bilan bu Qur'onning o'zini Neymiş şu çağda Kur'an de karıla Kur'an emas başka kitap menbelerini demey neymiş için Kur'an'a gözlere onunla neymiş işte. men Zaten shu hadis kitobini o'qigan vaqtida misol 83-yillari shu nimani Mishkatni o'qigandim. Mishkatniki iymon bobida birinchi shu 5 tarafidilar. Nima kataballohu maqadirel xaloiq degan bir nimalar bor. Alloh taolo insonlarning taqdirini yozib o'tganligi haqida. Uni qayerda yozib o'tdi degan vaqtda bir bola onaning qo'shiqi paydo bo'lgandan keyin 40 kundan keyin ikki perishta kirib uning nima yeydigan, nima kiydigan, nima ish qiladigan va jannat kiramda, jahannam kiramda ashning hammasini yozib o'tadi degan ashunday narsalar bo'ldi. Shu narsalarni o'qidik. Undan keyin man xalaqa kaza, man xalaqa rabbaka degan rivoyatlar bo'lgan. Shu rivoyatlarni o'qigan vaqtimda u rivoyatlar faqat kallamda o'tmadi. U yerda ustozlar bilan biroz talash tortish qilganmi bo'ldim. Endi bu hamma odamniki nima yeydigan, nima kiydigan, nerede yashaydigan, nerede o'ladigan, podshoh olamdi, gadoy olamdi, ashuni hammasini yozib atgan bo'lsa, o insonlarniki bu dunyoda ishlashi, hech qanday o'qishiniki, hech qanday narsani kerak yo'q ekan degan to'g'riliq bir gaplashib nima qilgan bo'ldim. U ustozlar o'sha narsaga javob berdi, bir holi yo'qdi. Uning uchun shu tumshug'ini to'lab o'tirgan gap bizga xafa bo'lib, ashundan boshqa hech qanday narsaga yaramaydi endi. Keyin u rivoyatga qarta yana mana aytgan vaqtida bu rivoyatlarniki tamoman insonlarni xunuklaştırdigan, bu Qur'oni Karimniki ruhiga to'g'ri kelmaydigan bir rivoyat ekanligini biroz esqan bo'ldim unda aytgan vaqtida. Qur'oni Karimga til tekkizish u mumkin emas endi. Undan keyin kuchog'iga olgan vaqtim shu Sahih Buxoriy, Sahih Muslimni o'qigan vaqtida Qaşnadım şundaq nurg'ulg'an shunga o'xshab ketgan rivoyatlar chiqadi. Chiqqandan keyin birinchi qadamda shu kitobni o'qishning oldida bu Sahih Buxoriy qachon yozilgan kitob degan narsa kallamga kelib, shuniki kirish so'zlari qarasam, hijriyaniki hijriyadan 250 yil keyin Imom Buxoriyniki vafot bo'lganligi haqida ma'lumot bor. Ya'ni Sahih Buxoriyni yozib kelib şu Buxaraga kiramay şu yerdan o'zi 90 chaqirim deydi, hozirgi vaqtda 70 kilometr atrofida kelgan o'xshaydi. Shu yerga berib o'lib ketdi bu odam Buxaraga kirdimagandan keyin. Demakki oxirgi umrida yozgan bir kitob degan gap. Shuning bilan bu 250 yil keyin yoki 230 yilmi deydi, keyin yani Peygamber Aleyhisselam vefat olup 230 yıl keyin bir adam bir Peygamberimiz an degan, mani qilgan degan to'g'riliq bir narsani yozsa bu qanday ishonchli bo'ladi degan bir narsa kallamga ta'sir qildi. Biz mana hukumat maktubida bir mazmun o'qigan bo'lg'achqa bir narsaga qarg'ulovchilar Peygamber Aleyhisselam an degan desa xo'sh, man degan desa xo'sh deydigan bir holat asosan menda bo'lmagan endi.
Shuning uchun bu narsalarning hammasini bir şübhelik holatda kallamda shundoq şübhelik holatda nima bo'ldi. Şoň onun içinde bir kısım Kur'an-ı Kerim to'g'ri keladigan rivoyatlar bo'lsa, bu to'g'ri bo'lishi mumkin. Payg'ambar alayhisalom degan bo'lishi mumkin degan narsa bo'ldi. Lekin to'g'ri kelmaydiganning o'zini zaten u Qur'oni Karim to'g'ri kelmagan Payg'ambar alayhisalomniki degan bo'lishi mumkin emas degan narsa kallamda shu ikki narsa paydo bo'ldi. To'g'risi Qur'oni Karim to'g'ri kelish, to'g'ri bo'lmagani to'g'ri kelmaslik. Keyin usul fiqh naskerehne masalan Nurul Envar deymiz, usul Şaşi deymiz, Tövzi deymiz, aş kitabını o'qigan vaqtida bu usul fiqhning o'zida uch bayon qilgan, ya'ni payg'ambar bir rivoyat va menadagi nurg'un rivoyatlar paydo bo'lishi mumkin mening haqqimda. U agar Qur'oni Karimga to'g'ri kelsa, uni qabul qilinglar. Ya'ni uning to'g'riligini qabul qilinglar degan gap endi u. Agar to'g'ri kelmasa, uni rad qilinglar degan to'g'rilik maxsus bir nima bor. Bu endi usuli hadis bilan usuli fiqhniki asos endi. O to'g'ri bilan xatoni qanday qaraymiz deganga bergan bir aniq bir javob. To'g'ri bilan xatoni arashniki birli usuli nima degan vaqtda Qur'oni Karimga to'g'ri kelsa to'g'ri, to'g'ri kelmasa xato degan ma'noni bildirdi endi. Mushu narsani chiqish qilib men Qur'ondagi keyingi vaqtda misol vatanda Qur'ondagi qissalar degan bir kitob chiqdi. Uni oldida Qisasul Anbiya degan Rabg'ozining yozgan bir kitobi bo'lgan. Uni fantaziyalik bir narsa shu romandek ayda yozgan bir kitobga. Uni nurg'uyalga demak gumon bilan gumonliq bek chunqur ayda bir kitobdi. Keyin faqat Qur'ondagi 25 payg'ambarniki voqealigi zikr qilingan kitob chiqqandan keyin u kitobni bir qancha qatimda tekrar o'qigan bo'ldim. U biroz Qur'ondagi payg'ambarlarniki qissalarini yaxshi yuritgan kitobdi. Shu payg'ambarlarniki qilgan ish harakatlarini keyin tushungan vaqtimda nima uchun Alloh taolo payg'ambarlarniki ish harakatlarini va uniki qarshisidagi insonlarning ish harakatlarini Qur'oni Karimda zikr qildi. Faqat o Qur'oni Karimda ani qilinglar, mani qilmanglar degan narsani zikr qilgan bo'lsa bo'lmamdi degan narsa kallamga jiq ta'sir qilgan. Keyin qarasam bu butunlay Qur'ondagi prinsiplarga jamiyat bo'layotgan voqealikni tatbiqlash usulini insonlarga o'rgatish usuli ekan. Bir usul ekanda. Misal payg'ambarlarning qilgan ish harakatlarini Qur'oni Karimdagi Alloh taolaniki qo'ygan prinsiplarga tatbiqlash orqali Alloh taolo uni baho bergan. Mana bu to'g'ri qildi yoki faloni yer xato qildi deganga o'xshash shunday o'zi nimani zikr qilgan. O payg'ambarlarning qarshisidagi insonlarniki xatoligini zaten Qur'oni Karim orqali mana ma'noga to'g'ri kelmaganligi uchun ular o'z manda halok bo'ldi, anda halok bo'ldi deb Qur'oni Karimdagi prinsiplarga selish orqali to'g'ri xatoni shundoq arishning o'zini insonlarni bilinib o'rgansin deb bayon qilgan bir voqealik ekanda. Shuni o'ylab men shu usulning o'zini o'zimga bir nima yo'l qildim. Dunyoda qilgan misol bizdagi vatandagi Uyg'urlar jamiyati bo'layotgan ishning o'zini Qur'oni Karimga tatbiqlash vaqtida Qur'oni Karimning prinsiplariga tatbiqlash vaqtida masalan jamiyatda bo'lgan ishni Qur'oni Karimdagi jamiyatda qanday yo'l tutishimiz kerak. Siyosatda bo'lsa siyosatda qanday yo'l tutish Qur'oni Karimda shu yerga tatbiqlash vaqtida kimniki to'g'ri ish qilayotganligi yoki qaysi jamiyatning to'g'ri bir jamiyat bo'layotganligi, qaysi jamiyatning xato bir narsa ustida qurilgan jamiyat ekanligining o'zini xulos chiqarishga tamoman o'zi bir mumkinchilik bo'lganligi to'g'riliq bir narsa o'rgangan bo'ldim. U vaqtda unda cho'nqur bo'lmasa-mu, lekin yuzak bo'lsa-mu, uning o'zi nihoyatda bir yaxshi bir nimaga kelgan bo'ldim. Keyingi vaqtda shu yo'lning o'zini davom qilgandan keyin oxirisida shu men nimada qog'ozda o'qishni tugagandan keyin Shayoda 4 yil turdim. 94-yilgacha oraliqda. 94-yilgacha men bu Sahih Buxoriy, Sahih Muslim, Tirmizi qatorliq kitoblarni xaljiq o'rgatgan.
Tafsirdimi bu? Tafsir Jalalayn'i o endi odatda ögütildiğan bir kitap. Sefet Tefasir deymiz, Qazi Beyzavi deymiz. O vaqt şu Qazi Beyzavi nayet keng dair kitaptı. Tafsir Kamalayn deymiz. Aşına oşaş özü Zilal Kur'an deymiz. Aşına oşaş tafsirlerinin özüne ballağa ögütüttüm aşı özemli okuğucularga. Ögütettim. O yerdeki tarihi vakaliktin özemdeki ağan təsirim neyim boldu diye vaqtda her peygamberniki qısqıç tarixini bayan qilish arqılıq bulupmu Peygamber Aleyhisselam Allah Taala özünki dadısı İbrahim'in, boğusu İbrahim'niki ummetinin yani milletinin ekenligini Peygamber Aleyhisselam bayan kıldı. Yani milleti ebikum diyen ayet var Kur'an'da. Bu her bir milletniki özüniki milletini melki tarixinin özünü ögünüşke naiti ehmiyet bergen. Yani her bir millet özünük tarixini ögenmiş bolmaygan ehmiyet berişi naiti muhim bolgan bir narsa ekenligini şu yerden isqan boldum. Şu vaqtda men Qavlı to'qvatgan vaqtida shu Turg'un Almasniki Uyg'urlar degan kitobini qadimgi Uyg'ur adabiyoti, Hunlarning qisqish tarix degan kitobning o'zini setib olgandim. O kambag'alchilik bir vaqt o'quvchilik davr deganni insonga nihoyat kambag'al bir nim bo'ldi, davr bo'ldiki. Shu kambag'alchilik davrimdami ashuni setib olgandim shu vaqtda. Shu vaqtda o'quvchilarning o'ziga mush Turg'un Almasniki shu Uyg'urlar degan kitobidan üzümde qilib Hunlarniki masalan shu Hun imperiyasyniki qurilgan vaqti, oxirlashgan vaqti. Uni qurg'uvchisi shu vaqtda shu mashhur eng davlatni eng taraq qildigan, eng kuchlandigan podshosi misol Botir Tangrixut deymiz. Ashunga o'xshash o'zi podsholarning ismini o'quvchilarga yodaldigan nimelerim bo'lganda keyin o Qaraqallar Uyg'ur İdqut xanlıqı, Uyg'ur Kansu xanlıqı, Uyg'ur yana Saydiya xanlıqı degan o'xshash keyingi vaqtda Saydiya xanlıqı to'g'riliq kitoblar chiqqan bo'ldi. Bu podshohlikni, o davlatniki nimasini, uningdagi o davlatniki poytaxti deymiz, shu nuqtaliq yerlarning o'zini men o'qitgan bolalarga ashundaq o'zi o'rgatgan bo'ldim. Bolalarga hattoki bir kitapniki nimasimi shu Uyg'ur ma'rif tarixidagi O'chmas Yulduzlar degan bir kitap bo'lgan shu vaqtda. Ashuningda Manteli Tevfikniki bir she'r bo'lgan shu o'quvchilar haqida. Ilm irfon yo'lida tashnazar bo'ldik deganga o'xshash shunday nim qildigan bir she'ri bor. Aş she'rning o'zini bolalar shunday yod elib, shunday qilqi ruhiy bir ko'tarangi holatda shunday nim qilib bolalarga shunday nim qilgan shunday bir darslarni qilgan bo'ldim shu vaqtda. İztila demdik o she'rning nimasini shunday bir nima ekan. O maktabnoma shu vaqtda shayada biroz qurilgan maktabniki etnima Yangmayalda 5-6 yerda maktab ochgan bo'ldik. Yangmayalniki har yerlarda bo'lib 8-10 yerda maktab bo'lgan bo'ldi. Shuning bilan o maktabning o'ziga shu vaqtda İztila degan maktab nima otni qo'ygan bo'ldik. Shu Mamtali Tevfikniki nimasi bek ta'sir qildi shu vaqtda. Tarixda o'tgan shu o'zimizniki olimlari, misol shuning o'zini shu yerda nim qilib, shunday olimlar o'tgan, shunday qahramonlar o'tgan degan to'g'riliq nurg'unlagan qisqacha bo'lsin shunday hikoyalarni shu o'quvchilarga o'gitib, endi yod oldirib degandek bir ishlarni qilgan bo'ldim. Chunki bu yerdagi narsa nima degan vaqtda Qur'onni o'rgansakdi yoki nimani o'rgansak o'rganayli, o'zimizni va millatni qutqizishdan iborat bu narsa asosiy o'rinda turishi kerakligini men shu nimadan, shu tarixdan o'rgandim shu vaqtda. O'zimizni va millatimizni qutqazgan vaqtda davlatimiz hammasi shu qutuldiki. Bu yerda o sababdan meniki prinsipim nima bo'ldi degan vaqtda 3 narsani o'ziga xizmat qildirish, uni o'ziniki manfaat elish, vas qilish, xiyonat, jinoyat, xoinlik ekanligini his qilgan bo'ldim. Uniki birisi nima desa, vatanni, ya'ni vatanchilik
vatan davasini o'zi xizmat qildirish, o'zining manfaat uchun xizmat qildirish, millatning o'zini o'zi uchun xizmat qildirish, dinni o'zi uchun xizmat qildirishdan iborat bu uch narsani o'zi uchun xizmat qildirish u odamniki xoinligini ifodalaydigan bir narsa. U xoin u odamlar desak bo'ladi endi o'zini. Bu faqatla xizmat qildirish emas, u narsa uchun xizmat qilish u insonniki vazifasi ekan. Ya'ni vatan uchun xizmat qilish, millat uchun xizmat qilish, din uchun xizmat qilish bu insonning vazifasi ekan. Ashundaq bo'lgan vaqtda u vatanni, millatni qutqazg'ili bo'ldi ekan. Ham din uchun degan vaqt din uchun xizmat qilgan vaqtida, ya'ni din uchun xizmat qilgan dinning prinsiplarini to'g'ri ijro qilgan vaqtida vatanni, millatni ham o'zini qutqazg'ili bo'ldi ekan. Shuning uchun bu yerdagi muhim nuqtaning birisi shu, hayotimda mana shu uch ishning o'zida men vatanni o'zim uchun, ya'ni vatan davosi qilib, undan manfaat olish maqsadida bir ish qilib boqqan inson emas. Millatni so'zlab o'ltirib, undan foydalanish manbasi qilish orqali o'zim xizmat qildirib boqqan bir inson emas. Dinni so'zlash orqali din tujjorlik qilib, millatni nima, dinni o'zim xizmat qildirib, dindan foyda boqqan bir odam emas. Chunki men bular uchun xizmat qilish o'zimdagi vazifasi deb keldim men hozirgacha. Bo'lmasa O'rta Osiyoga chiqqanda bo'lsin, misol biz o'qiganniki yerim emas, bir 10%ni bilmaydigan qori, misol, faqatli qorilikni, Qur'onni yodi bildigan, u diniy sohada hech qanday bir bilim degan narsaning asari yo'q. Shundaq insonlar meshitga kirib, pul yig'ib, hech bir zaman o'zi tijorat qilmay, ashada shundaq o'zi dinni set tijorat qilgan insonlar bo'ldi. Hozir shu videoni anglasa, o'sha odam o'zini his qiladi. Men shu deya oladi o'sha odamlar. Misolda Yani sizlar shu diniy yo'lda minish orqali o'zlarining dunyolikni shundan qozonish niyatida bo'lmadim demoqchi, shunami? he. Ammo men shu odamga o'xshash meshitga kirib, tabliq qilish orqali insonlardan pul yig'ib, o'z manfaatimni o'zi birinchi o'rin qo'ymasdan hayotimda bir nima oshpaz, navo yoki bir aloqam bo'lmagan meniki. O'rta Osiyoda mana birinchi qilib shu dinda o'qigan odam turug'lig'im meshitga kirib shu yerda haqqa so'zlab o'ltirsam, boqadi meni. O'rta Osiyoda vaqtda nihoyatda o'zi mo'llik ehtiyoji bor vaqt ekan. Ashini o'zimga ravo ko'rmay, bu men nima uchun bu ishni qilaman deb, undan shu baraxolkada samsxon ochgan bo'ldim. Ama shu nimani, shu Qur'on nazar programmasini boshlab 10-15 qismga kelgan vaqtda birsiniki yozgan narsa bor. Bu degan O'rta Osiyoda samspaz bu degan yerlar bor-ku. Men samspazlik qilganimdan hech bir zaman o numus his qilmadim. Nima uchun degan vaqtida men o'zimning qon tari bilan o'zimniki jinni boqdim. Men shu vaqtda dinni so'zlab o'ltirib, Payg'ambar alayhisalom man degan, sahoba man degan deb shu quruq gapni qilib o'ltirib, men payg'ambarligiga, sahobalarga tuhmat qilib, yolg'onni to'qib, shularga o'zi haqorat qilib, shu non tepishnikki banas qilib olgan bo'lsam, yoki sababi qilib olgan bo'lsam, ularning natijasini oshirib o'tatdim. Nima uchun degan vaqtda men sistemalik o'qigan odamman. Men dinda sistemalik o'qigan odam. Ya'ni mayli tafsir bo'lsin, mayli hadis bo'lsin, mayli fiqh bo'lsin, mayli usul olsun, mayli o'zi grammatika olsun, mayli logika olsun, hammaning o'zini sistemalik o'qiganman. Uning uchun bu yerda nima degan vaqtida u yerga chiqib so'zlasammi, zodi shu zot jambaqay zodi bo'ldilar deb dinni satadigan yerim kelib qolgan bo'lsa, olidan natija setib o'tish ehtimolim bor. Ammo bundaq ishlarniki o'zi asla o'zi meniki ko'nglim ko'taradigan, vijdonim ko'taradigan bir narsa bo'lmadi. U sababdan men shu yerda sanspazlik qildim, oshpazlik qildim. Misol oshxona ochdik. Shu hozir Amerikaniki Arizona shtatida yashaydi. Hebbul deb bir do'stimiz bor. Shu Hebbul bilan birga oshxona ochdik misolda. Keyin tijorat qildik. O'ylangandan keyin.
Şu aşkanni, samsqanni etishning hammasi sababi nima degan vaqtda, men vatanni, millatni, dinni setish bedliga jon boqqandan o'zimning qon teri bilan nima jon boqishning o'zini birinchi o'ringa qo'ydim. Bo'lmasa men qilolmaydigan bir ish emas u. Hozirmi ham shu an'anaviy mollaga o'xshash, hozirgi mollaga o'xshash shundoq o'zi dinni setib jon boqishning o'zini birinchi o'ringa qo'ygan bo'lsam, hozir Sharq Turkiston o'limalar birligining ichida yashab, ashularni o'zi u yerdan bu yerdan kelgan pulning o'zini qaqti so'qti qilib, millatni aldab, Suriya u yer bu yerga mangan bizning oq ko'ngil mujohidlarimizning o'zini voy pulini men saqlab beray deb saqlab ep qilib, u yerda o'lgandagi o pulni ravurs xashlab, jondoshlik qilib ketaverdim men. Lekin bu meniki yo'lim emas. Bu mening yo'lim emas bu. Men hayotimda bunday ishni qilib boqmadim, ham bunidagi ham qilmayman. Keyin o 90-yildan keyin, 94-yildan keyin bu O'rta Osiyoga chiqqan vaqtim shu boy deganga o'xshash bu jon boqish yo'llarining o'zini o'zimning qon teri bilan jon boqishga atlandim. Ammo u yerdami davomli meni so'zlaydiganim nima desa, Qur'ondan so'zlaydim. Men shu Durujboda turdim. Bir 5-6 aydek Almutniki. Ondan keyin Turksip degan rayonda turdim. Bu yerda u yerdan 5-6 aydek turdim. Turush jarayonida faqatli Qur'onni tabliq qildim shu yerda. Chunki men vatanda Sahih Buxoriy, Sahih Muslim, Tirmiziyga o'xshash kitoblarni o'qitishning sirtida keyingi vaqtda bu kitobni bo'ldi, o'rgatmayli qo'yay. Uni da payg'ambar qildi degan gapni o'zi payg'ambarga bir bo'hton chaplagandek bir narsalar jiqgan buning ichida. U payg'ambarga bo'hton chaplab, qiyomat kunida uniki hudusdan chiqamay o'ltig'ichilik bu kitobni o'qimayli qo'yay, ballig'im o'qitmay deb shu yerda men lafzi Qur'onning o'zini ballig'a, Qur'onning matnisining o'zini o'rgatishga boshlagandim. Shayoning o'zida. Yani her kunisi yerim bet o'qisimi aş Qur'onniki matnisidan bir narsa o'rganish. Ashning o'zini asos qildim. Yani sizning aş vatandagi vaqtlarda o'zi o'qish va o'qitish jarayonlaridan boshlandi, yani Qur'ondan boshqa narsalarda g'alat ekanligini his qilish boshlangan bo'ldimi hatto. Shunday tushundimmi men hozir? Albatta, chunki bizniki qarindoshlarimiz hozir deydi, mana Turkiyaga borsam bir birodar dedi, sizlarni shu payg'ambarga haqorat qilib deydi, payg'ambarga ishonmaydi degandek shunday bir gapni qildi. Mushu ekrandan hammasi anglab qo'ysin. Biz Allohga ishonamiz, Allohning farishtalariga ishonamiz, kitoblarga, ilohiy kitoblarga ishonamiz, payg'ambarlarga, bütün payg'ambarlarga, payg'ambar Muhammad alayhissalom qo'shilib, bütün payg'ambarlarga ishonamiz, oxiratga ishonamiz. Ba'zi odamlar qadarga ishonmasa deyish mumkin. Qadarga mi ishonamiz? Bu qadarni alohida tilga olmasligimiz sababi nima degan vaqtda? U qadar Qur'oni Karimning ichidagi bor narsa. Biz Allohning kitoblariga ishonamiz degan vaqtda qadar shuning ichiga kirib ketadi. Qur'onda qadar haqidagi oyat, yani 30 dak oyat var. Ben mush oyat Qur'oni Karimning bir parchasi. Qur'oni Karimga ishongan odam qadargami ishongan bo'ldi. Meniki zaten bu yozgan kitoblarimdami qazo va qadar degan haqida maxsus bir kitobim bor. 2018-yil chiqqan Mau Qur'on manbalik islom degan kitobim mana shu 4-5 kun burun chiqdi. Bu kitobning o'zidami bu narsalar alohida tilga olingan misolda. Qazo va qadar haqida nihoyat keng doiralik narsalar bor. Nima uchun degan vaqtda bizning xalqimizning ichida qazo va qadar, yani qadar haqida tushuncha yo'q. Qadar degan nima desa, hamma narsani Alloh taolo yozib etgan. Bizniki o'zi qancha qilsak shu Alloh yozib etgan narsani o'tamaymiz. Bizning o'shundaq o'zi Xitoyni qo'lda yashashga yozib etgan o'xshaydi. Uning uchun biz bu Xudo yozib etgan narsani biz o'zimiz hal qila olmaymiz degan shunday bir lamzali bir e'tiqod paydo bo'lgan bo'lg'achqa, men ashuni o'xshash e'tiqodlar kallamda o'tmagandan keyin shuni hal qilish maqsadida Qur'onga kirishib qoldim shu vaqtda. Qur'onga kirishib qolgan vaqtning o'zidami bu Qur'onni hozirgidek, ya'ni shu hozir 20 yil bo'ldi desak bo'ldi. 20 yil
atrofidagidek unda xalqi izlanish jarayonida o'ng'ay bo'lmagan vaqtida. Nima uchun degan vaqtda bir oyatni tushunishga, u oyatni tushuntiradigan yana bir oyatni tepish uchun Qur'onning hammasini yoki bir qancha o'zi pari yaning o'zini varaqlab bir ko'rib chiqqandan keyin aram tasda shunday bir oyatni topadigan gap. Hozircha degan vaqtda hozir Qur'on nima? Shu Qur'onni izlaydigan shunday bir tal kelimani yozsak, shu kelimaga munosabatli butun oyat chiqadi shayda. Qatorsiga. 10 yadim, 20 yadim, 100 yadim hammasi chiqadi. Hozir uning o'zini tepish minoat o'ng'ay, hal qilish minoat o'ng'ay. Misolda uni yo'lni bilsa. Ana shu e'longa shu hidoyat yo'lidagi g'ariblik degan mavzuni qo'yishni o'ylandim men. Chunki sizlar tonish jarayonida va o'tirib qo'yilgan Qur'on manbali din tushunchasidagi Qur'ondan nazar programmasiga boshdan oyoq nazar solganimizda sizlarning og'izlaridan dinni tamoman yangidan anladıkçu. Yani boshqalar deb bakmagan uslub ve bir ma'no, yeshim, boshqa bir narsa bari hozir sizlar. Mujda bo'lganlik uchun boshqa bir o'rnak topolmaganligimiz uchun bu adam mush yo'lda bir yolg'iz bo'lgan odam ekan degan tushunchalar mana shu programmaning ismini hidoyat yo'lidagi g'ariblik deb oldik. Endi bu o'qish jarayonlarida sizlarga o'qitish jarayonlarida albatta dars qilayotgan materiallarda ma'noda dars berganlarning ma'no o'qinglar deb ba'zan narsalarni belgilashları sizlarda haqlar bo'ladi-da. Va shuning bilan birga endi o'qish jarayonlarida ustoz ma'nodan dars oladigan deb albatta talab bo'ladi. Mushu jarayonda sizlarningki qaysi yo'lnish qarab ketayotganliklarini albatta purab bilib oladi-ku ama konular. Ma sen çatak qalayamqan savol so'raydigan to'qnaq ma deb diqqat qiladigan yoki boshqalarni bezdirman deydigan bir planlardan bo'ladi hamda. Albatta. Masalan, bolalarni avatib bersanglar, aning bermangizmi va xato gap narsa yutib qo'y degan o'xshash qizg'inadigan gap ishlam qil. Bularga aloqador masalalarni sizlarning boshdan balkim kechganda deb o'ylaymiz hamda. Albatta. Shu nimaning o'zi ham shayoda unda bir voqea bo'lmadi. Bu shayoda biz ham qog'ozni o'qib kelgandan keyin bo'libmi Yengmalning o'zida bizni nayt yo'g'on bir molla deb o'ylaydi. Zaten bizning bir jiqaraq o'qib ketgan odammi Yengmal yo'qdi. Raqobatchilik yo'q ya, tanlashning imkoniyati bo'lmagandan keyin sizlarning sir bo'ladi albatta. Qozi Bayzaviyni yomon cho'ng bildi u yerda. Uning uchun Qozi Bayzaviy o'rgatgan odamlarning o'zini o nayt cho'ng olim deb hisoblaydi. Ham shayoning ichida botdi. Biz saboqdosh o'qigan ballim botdi. Undan keyin bizning bir o'zi nima bir qarar burun o'qigan ballim botdi. Masalan, shu nimadagi Turkiyadagi Ataullah Shahyar hozir aytdi, biz uni Sulton Qori deymiz. Shu Sulton Qorim bizdan bir qarar burun o'qigan do'stimiz misolda. Undan boshqa yana jiq saboqdoshlar botdi. Yoki olmaydi bizning bir qarar burun o'qigan ballimash qog'ilsi o'qiganlar botdi. Lekin ularniki dars o'qitish nimalari o hadisni o'qitadi ularning ichida. Lekin men bir mezgil o'rgatgandan keyin shu hadis kitoblarini asosan o'zimniki doirasidagi odamlarga bu Qur'onniki nima? Islomniki manbasi Qur'on. Bo'lgandan keyin zaten shu payg'ambar alayhisalom bergan ta'limotning o'zidimi meningdan keyin rivoyatlar paydo bo'ladi mening haqqimda. Agar shunday rivoyatlar paydo bo'lgan vaqtda u rivoyatlarning o'zini Qur'oni Karimga to'g'rilanglar. Fa'rizuhu ala kitabillah degan o'zi ibora bor shu yerda. Uni to'g'rilanglar. Agar uningga to'g'ri kelsa, uning o'zini qabul qilinglar. Qabul qiling degan nima desa, uni din deb qabul qilish emas, u yerda uni to'g'riligini qabul qilgan gap. Ma rivoyatning o'zi ma Qur'oni Karimdagi ma oyat to'g'ri kelganligi uchun bu to'g'ri keladi deymizda. Xudo hozirgi zamonda bir odam gap qilgan bo'lsa, u odamning gapi bir qism gaplar Qur'oni Karim to'g'ri kelgan bo'lsa, men bir qism gapi ma odamning ma Qur'oni Karim to'g'ri keldi deymiz. Xuddi shunga o'xshash gap. Agar u Qur'oni Karim to'g'ri kelmasa, uning o'zi parudduhu deydi. Iboraning o'zida bor. Parudduhu deydi. Uni rad qilinglar deydi.
Onun nima uchun rad qilamiz gap? Uni to'g'ri emas deb to'g'riligini rad qilgan gap. To'g'riligini rad qilgan vaqt nima chiqdi u yerda? Bu rivoyatning o'zi xato degan gap chiqdi-da. Ha. Bu bir usul. Onun uchun bu yerda biz hadisni o'zi inkor qildik-ya, hadis inkorchilar deb ashuna deb ketdi-da. Aşı insonlar mushu bizniki mushu videoni yaxshi anglasa bo'ldi. Biz Qur'oni Karimga to'g'ri keladigan hech qanday bir hadisning o'zini biz o'zi rad qilmaymiz. Xato demaymiz. Xato demaymiz, to'g'ri deymiz. Yani Qur'oni Karimga to'g'ri kelgan har qanday hadisning o'zini-chi. Hadis deganimiz endi Payg'ambar alayhissalom va sahobalarga nisbat berilgan so'z harakatlar misolda. Buning o'zini-chi desa, Qur'oni Karimga to'g'ri kelganli bo'lsa, uning o'zini to'g'riligini e'tirof qilamiz biz. Hech qanday uni xato nima uchun degan vaqtda Qur'oni Karimga to'g'ri kelgan narsani Qur'oni Karimni to'g'ri deb uni e'tirof qilib, uni to'g'ri kelgan narsani e'tirof qilmaslik Qur'oni Karimni e'tirof qilmaslikqa apiradi. Onun uchun biz Qur'oni Karimga to'g'ri keladigan har qanday narsaning o'zini, har qanday so'z harakatni to'g'ri deb e'tirof qilamiz. U Qur'oni Karimga to'g'ri kelmaydigan har qanday hadis bo'lsin, har qanday narsaning o'zini Qur'oni Karim to'g'ri kelmaganligi uchun u rivoyat kim ham to'g'ri nima qildi-da, Qur'oni Karimga to'g'ri kelmaganni farudduhu deydi. Rad qiling degan narsa bor edi. Biz rad qilamiz uning o'zini. Abdurahmon Jamol degan narsa anglash kerak uning o'zini. Öküzçü anlaş gerek bunun özüne. Aşı usul fiqhi, usul hadisinin özüne uqa vaqtida aşı hadisinin özünü körüdü aşı adamlar. Aşının ahırısı neyim var aşı hadisinin ahırısında? Men kedibe aleyye muteemmiden felyetebevve meqadehu minen nar degan ayet var. Neyim hadis rivayet var ahırısında yana. Kim bana özü yalgan gapni çaplamakçı olsa aldın ala mening turdigan yerim cehennem deb o'zini cehennemlik ekanligining o'zini muqimlab qo'yib turib, uningdagi menga yolg'on gap qilsin degan bo'ldi u vaqtda. Shuning uchun bu yerda nima qilamiz degan vaqtda Qur'oni Karimga to'g'ri kelmaydigan har qanday rivoyatlarning o'zini nima bo'lishini qat'iy nazar rad qilish u huquqi, bizga berilgan huquqi. Payg'ambarniki degan so'zi mana shunga to'g'ri keldi. Qur'oni Karimda shu. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ هَذَا مِنْ عِندِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا degan ayetning hammasini nima desa, aşna nurg'u ayetlar var. Qo'li bilan yozib olgan narsani men Allohning dargohidan degan odamning holiga voy deydi. Biz qo'limiz bilan yozib olib, u Qur'oni Karim to'g'ri kelmaydigan bir narsani akib olib, uning o'zini biz din deb uni ijro qilgan vaqtda desa, bizning holimizga voy bo'lgan gap. Men hozirgi vaqtda bizniki Uyg'ur xalqiniki holiga voy bo'lishning butun sabablar nada degan vaqtda men mushadi. Biz arabcha yozilib qolgan narsaning hammasini din qilib oldik. Arabning urf-odati, madaniyati, yemak-ichmaklari, kiyim-kechaklari, hatto musiqalardan tortib hammaning o'zini din qilib oldik-da. O din degani o bir millatning madaniyati, tarixi, urf-odati bu narsa din emas. Din deganning o'zi, ya'ni islom din degani bir prinsip belgilangan bir narsa, prinsip bu. Bütün Qur'oni Karimdagi prinsiplar islom deb atildi. Prinsipga tatbiqlangan voqealiklar payg'ambarlarning qilgan so'z harakatlari bo'lsin, payg'ambarlarning qarshisida turgan insonlarning qilgan so'z harakatlari bo'lsin, Qur'oni Karimga tatbiqlanish orqali o odamning qilgan to'g'ri yoki xato deb baho berilgan va uning oqibatini ham bekitilgan. Masalan, oqibati jannat kirdi bu insonlar, mana shunday qilgan inson jannat kirdi, manda qilgan odam ma prinsipga asosan jahannam kirdi deb o'zi bekitilgan. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda agar biz dinni to'g'ri yapmamiz, Allohniki ko'rsatgan yo'li bo'yicha mangimiz deydigan bo'lsak, Qur'oni Karimga to'g'ri kelgan narsalarning o'zini to'g'ri deya oladigan, to'g'ri kelmaganini xato deya oladigan bir o'zi tushunchada bo'lishimiz lozim. Bizniki bir to'liq metodimiz bo'lishi lozim. Senikiga o'xshamaydigan bir eg'iz gapni qilib qo'ysizlar, u odamning o'zini murtad, murji, kofir, yahudi, nasara deyishing hech qanday haqqing yo'q seniki. Buni mush so'zni talab qilgandi shu do'stimiz. Sizlar shu videoda danglar buni.
Sizlarni o'sha odamniki, o'sha mo'g'ulniki bir qismi shundaq o'zi nimaga ishonmaydi? Payg'ambarga ishonmaydi, payg'ambarga payg'ambarga haqorat qiladi degandek shundaq bir gapni qildi. Biz payg'ambarga haqorat qilgan kimi biz? Bizning payg'ambarga haqorat qilish emas, payg'ambar qilinayotgan haqoratning o'zini payg'ambarga haqorat qilinyotdi deb shuning o'zini rad qilyapmiz biz. Payg'ambar qilmagan ishning o'zini payg'ambarga chaplab, Qur'oni Karim to'g'ri kelmaydigan, payg'ambar ustida qilingan rivoyatning hammasi nima desa, payg'ambarga chaplangan bo'xton o. Shuning uchun buning o'zini payg'ambar Qur'oni Karimga uyg'un ish qilgan, bu Qur'oni Karimga uyg'un kelmaydigan payg'ambar haqidagi rivoyatlarning hammasi yolg'on deyapmiz. Chunki u payg'ambar Qur'oni Karimga to'g'ri kelmaydigan bir so'z harakatning o'zini qilgan emas. Bir so'zni qilgan bo'lsa-mu, u so'zning ostida mutlaq bir oyat bor yani. Shu oyatga asoslanib turib o so'zni qilganda buning o'zini bilib olishimiz lozim. Bir ishni qilgan bo'lsa-mu, Qur'oni Karimdagi bir buyruqqa asosan u ishni qilgan payg'ambarlar misol. Har qanday payg'ambarniki shu qilgan ish harakatlari. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda payg'ambarlarga chaplangan so'z harakatlarniki Qur'oni Karimga to'g'ri kelmaydigan yerlarning o'zini rad qilish u diniy olimlarniki vazifasi. Shu vaqtda Qur'on nima dinga qalaymagan narsalarniki aralashib qolishniki oldini olgan bo'ldi. Abdurahmon Jamalga o'xshash, Abdullah Yalqinga o'xshash odamni yaxshi anglash kerak aslida. İçinişlik avval shuki, o qarash, fikir, tushuncha, aqida, mazhab qatorliq nurg'un firqalar tufaylidan birisiga to'g'ri kelmagandiki, yana birisi bilan kelgan gapkanda. Shuninglar sening ma qarashing bilan xato bo'lgan bilan ma qarash qarta bu yo'llar, bu falonchi yerda manda manbalangan shaklda keladi ekan. Yani abayatinki siz deb o'tib ketgan hadisdagi aloqador mazmunni Qur'onga solamiz degan narsada ro'shan bir farqni oddiylashtirib nima qilsak, yig'sak agar hadis bo'lganlik uchun ham ishonisan emas, to'g'ri bo'lganlik uchun ishonisan. Qur'onga to'g'ri kelganiga nima qilgan gap? Ziddiyat mishada. Misol. Ziddiyat mishada. Shu masalada shu diqqat boshqa burinib ketadi qarindoshlarimizning. Hatto ba'zanlar so'z orqasida Salman Rushdiyga o'xshaydiganligimizni degan qarindoshlarimiz bo'ldi. Hayron qoldik. Bu qadar inson ko'zini yumib halaqa bir gap bo'ldi ekan. Bir ish ko'rib qolsa, ming ish ko'rmay qolmaydi deb. Bu qadarmi anglab boqmay, ko'rib boqmay, ko'zini yumiblam chiqib, ming yildan beri bati bu xo'jinimiz buning hammasi konu xo'jinda bizning hamma savollarning javobi bor deb ming yil burungi olimlarning yozib qoldirib ketgan fiqhiy yoki boshqa tushunchalarni ko'tarib chiqiblar otadaganda maydonga masalani qaytadan qarab chiqishning jiddiyati, zaruriyati ne kadar muhim va jiddiy buning qaramayotgan gap. Bo'lmasa nurg'un qarindoshlar e'tirof qiladi. Bugungi ahli sunna va jamoat da'vatqorlar bo'lsin va yoki boshqa mazhab iqlimlaridagi diniy islom dini nomi bilan harakat ilib borayotgan qarindoshlarimizninki o'zining dini ustida qaytadan o'ylanish va islohot ilib borishning jiddiyati va taqozosini o'zi e'tirof qiladi. Albatta. Jiqli e'tirof qiladi. Ammo ter to'kib Qur'on manba, Qur'onga qaytish masalasida masala yo'g'onda, bu tigidan qo'polmaydi. Misol siz qilgan jur'atni jiq qarindoshlarimizdan ko'rolmaymiz. Mush jihatlarda endi sizga jiq kuch-quvvat bersin Xudoyim deymiz. Ma programma aslida sizning mush hidoyat yo'llarini tepish jarayonlaridagi voqea hodisalarni tushunish bo'lganligi uchun ba'zan masalalarga ishkilab kirib ketsak, yana vaqtimizni qochirib qo'yamiz. Shunga men biroz juganni tartishga majburman. Xo'sh, shu nimaga biroz qaytdilar? Madraslarda o'qiyotgan zamonlarda sizlar ziddiyatlik mazmunlarga qarta ustozlardan dars oraliqlarida yoki darsning oldi keyinlarida maxfiy yoki oshkor shaklda bu yer mandaq bir ziddiyatlarni bayqadim yoki mandaq bir tushuncha kelib qoldim degan o'xshash talash tortishlarni yashaganliklari jazman. Bulardan bir ishga o'zine o'rnak yoki bir ishingil anglagan bo'lsa. Endi nimada shu
Kuchada o'qiyotgan vaqtida Kerem Damollamda bir bijaq turgan ustozimizda shundoq bir mard odam edi. Alloh rahmat qilsin. Shu kishi bilan shu taqdir haqida talashib qolgandim bir vaqtda. Talashib qolib, shuning bilan o'zi o odam menga qo'pol javob bergandan keyin men hattoki bir 3-4 kungachilik shu darskim bormidim. Manga ig'ir keldi. Undan keyin zodi bo'ldi. Shu diniy sohada hech qanday o'qimaydigan bir niyatga kelgan bo'ldim. Keyin bir og'inimiz vardı. Shu og'inimiz o'zi yana borayli deb yurib, ashuna borgan bo'ldim. Chunki meniki eng oddiysi shu bizniki mahalda bir ustozda o'qigan Imishadı Damollam deb, shu Imishadı Damollam o'qiyotgan vaqtida uniki her yıl shu yer teriydigan vaqtida shu yerga to'pa to'kimiz hammamiz eshik arusini akilib ashadnim qanday ekan bir hukumat alqi shu vaqtda shodiniki alqi qo'tan qilgan yeri ya'niki o'rnini ayndaq ashadin to'papir to'katdiq kalnik poqsuydiklari sinib ketgandan keyin ash to'pili kuchli bo'ldi deb o'tirib qilsak u shu maxoning o'zini nimaga qabristonlikni ustiga qilganki shu vaqtda ostidan ayndaq odam jasadlar chiqqan. Chiqqandan keyin shu yerda bir bosh so'ngak chiqdi. Chiqqandan keyin shu bosh so'ngakning o'zini shu vaqtda kallamga shu ustozning o'rgatgan narsasi keldi. Hamma odamniki shu nima qilishining hammasini insonning peshonasiga yozib degan narsani biz kichigimizda anglab kelgan bo'lg'achqa shu bosh so'ngakning o'zini shu yerda tatlab Moşnaki izahı söylekniki şu peşanısı terpede moşnaki bir xat bağımı da şundaq özü bir özümüzdeki şu vaxtdaki bir izinleşlerimizde ona vaxtda. Qıp şundaq hiç qanday bir xatning yo'qligi misal. Şundaq endi onu desek ustozning o'zi deydi, o biz ko'ramaymiz onu deydi misal. Biz ko'ramaydigan ichki bir yerga o'sha hozirgi o'xshash digital shundaq yozayotgan bir narsa o'xshaydi deb o'ylaydi-da. Ayndaq bir voqelik bo'lgan. Demek menikim şu rivayet hakkındaki işençim rivayet başlangandan keyin uzak kalmayla payda olgan. Yani ben belki hükümetdeki nemesi de Darwin'deki üç nazariyesini okuyan, onundaki sosyalizm nazariyelerini okuyan bu başka bu biraz adamdaki beşini kişkin hareketlendirdi de Şundan keyin bu dini sahada o'qigandan keyin o dini sahadagi o'qishtima to'xtabdi bu zoti mushundaqmi emasmi bundaq o'z qandaq bu hozirgi nima qandaq to'g'ri keldi yoki bo'lmaydi xudo hamma odamni yezib olsa uyg'urlar mushundaq o'tishga yezib etganmi abadiy biz mustaqil bo'lmaydigan yezib etganmi degandek mushundaq har xil tushunchalar shu yerdan kelib chiqqan undan keyin men shu izlanishga kirishib qolgan ana vatandalar shu o'zimniki yengmal degan yezamning o'zilar bu hadisdeki hemmisiga ishongili bo'lmaydi. Qur'oni Karim to'g'ri kelganiga ishonishga bo'ladi, lekin hemmisiga ishonishga bo'lmaydi degan narsani deb qo'ygandan keyin hozirgi mush mollal degandeklar shunday menga haqoratli gaplar shu yer bo'lgan. Misol. Ya'ni shuning uchun men hayotim bo'yicha desam bo'ladi. Ya'ni mush yaqinqi zamongachilik e'tiqod jihatda yolg'iz yashab kelgan ekan. Ya'ni shu nima kelgan chog'da olmutuq kelgan chog'da bay deganga o'xshash hiç bir zaman bu Sahih Buxari, Sahih Muslim yoki bo'lmaydi Riyaz Solihin degan o'xshash bundaq bir kitoblarni ochib jamoat surunda tabliq qilib boqqan odam emas. Chunki uniki bir o hammasiniki to'g'ri bo'lishiga men ishonmaydigan bir kitoblar misol. Uning ichida to'g'risi bor, albatta bay deganga o'xshash u yo'g'on bir kitobchida hammasi xato bo'lmaydi. Qur'on to'g'ri keladigan yerlar bor. U to'g'ri keladigan yeri zaten o beshimizning ustida yeri bor. O to'g'ri deymiz, to'g'rining har qanday biz hurmat qilamiz. Ammo u to'g'ri bo'lmagan yerlari bor. Uning uchun buni biz o'zi to'g'ri bo'lmagan yerlarni parudduhu degan o'z buyruqqa asosan uni rad qilish haqqimiz va huquqimiz bor. Shuning uchun uni rad qilib keldik. Undan keyin misol nimaga keldik? Meniki o boy degan nima o'xshash bu diniy sohani hech bir zaman bu nayet muqaddas bir narsa o'g'ashqa bu din deganni buni setib o'z manfaati uchun jon beqishlikka yo'l qilib olish bu insoniyatga nayet og'ir jinoyat ham xiyonat Allohga bir xoinlik qilganlik
millatni, vatanni setish, vatan millatga qoyillik qilganlik degan bu narsa kallamda chunqur yiltizlatgan bo'lg'achqa, bu üç narsani bozorga selish orqali hech bir zaman bu yerda pul tepish manbasi qilib boqmadim. Hayotimda Mushu iboralarni, hozirgi ifodalashlarni bo'lsa, mushuni dasmiy qilib degan so'zni ishlatsak texmi go'zal bo'lardi. mushuni dasmiy qilish orqali Jamba jambaq qilgan. boqmadim misolda. Masalan, Norvegiyaga borgan vaqtdami iskilotda ishildim, do'konda ishildim, misol. Oxiri taksichilik qildim. Ishlab u yerda mushu sotsial bergan pulni yeb yatay degan narsa bo'lmasdan o'sha yerda ishlab jondoshlik qildik. Mush bilimniki shundoq chim bo'lib ketishini sababimi shu ishlaganlikdan bo'ldi. Iskilotda ishlab eg'ir narsani ko'tarib, shuni bilim chim bo'ldi. Uningdagi taksida ishlagan bo'ldim. Eg'irlashib ketdi. Nima taksida mush shekar kesili oldim degandek shundoq narsa bo'lib, hozir bu tizim, bilim, mo'ram hammasi og'riydi. Hozir jiq nimada eg'ir ishlarni qilolmayman misol. Hozir ballam cho'ngib qoldi. Ham ballama uyga eg'ir yenik narsalar ko'tarishga ballar qildi. Men hozir ballaga o sahada nim qilmayman. O'zi qilaverdi. Hech qanday nima yo'q. Va lekin men hayotimda sil deganga o'xshash bu uch narsani rasmiy qilish orqali bir o'zi Plan tuzmadi. hamda Uning g'amida undan bir yo'l ma'mulim değil. Tamam. Yani halal uskan özümün tərini yaşaş tirişdim. Diler bu zaten örnek peygamberlerinin mi Süvet tokup durup şu zamanın nimisi boyunca. Şunu sit tirişlik kılganlarının mı nimisi bağı vakalikleri. Şunun için bu yerdeki narsa nima degan vaqtida bu millatniki yetakchileri biz millatni to'g'ri yo'lga yetaklaymiz degan insonlar millatni to'g'ri yo'lga yetaklash emas, millatni o'ziniki jon beqish manbasi qilib olish bu nihoyat og'ir jinoyat. Bizda hozir ish jinoyat og'ir. Masalan, diniy sohadagi insonlar. Ayetimi inoq bağı sen nimaga sizlardan hech qanday haq talab qilmaydigan kishining so'ziga anglamamsizlar. Şunun gibi kirmemsizlar. Qur'onda necha yerda payg'ambar alayhissalomga berilgan buyruq bor. Men sizlarga hech qanday xalqi bütün peygamberlerge deyildi aşağıda. Her bir peygamberin zikir qilgan vaqtida, misol, men sizlardan hech qanday haq talab qilmayman, meniki haqqimni Alloh berdi degan deb ashundoq degan Qur'on nima oyatlar bor misol. Demak, bu yerdagi narsa nima desa, millatniki yetakchisi bo'lgan insonlar hattoki jon beqishdimi, halol yo'l bilan jon beqishdimi yetakchi bo'la olishi lozim. Halal yo'l bilan jon beqishda yetakchi bo'lgan vaqtida u millat uningdan yaxshi narsani o'rgana oladi. Har bir odam halal yo'l bilan jon beqish yo'llarini o'zini izlaydi. Uningdagi o ish ilgari bosadi. O'zi tiriktab bo'lib, bu yerda millatga topini esib, uningdagi millatni qon tarini sho'raydigan bir narsa parazit aylanib olsa, u millat u ilgari kelmaydi o vaqtda. Şu muhtajlıkның taştımı qattiq qo'ldiganligini ajdodlar shuna degan. Şu muhtoj bo'lib qolgan chog'da hokimiyatga moslashib qoladigan, boylarning ketini chap qoladigan, eg'iz yegan ekan yuz tutiladigan, uvutadigan ahvollar shakllanib, haqning julolishiga to'sqinlik bo'lib qoladigan gapda. Qalpoqlarni molla deb ilib, burmilab turadigan kishiga aylanib qoladigan gapda. Albatta. Endi bu ish qilish deganda mayli hojatxonani tozalayli, mayli oshxonaning jundusini to'kayli, mayli qochishni juyayli, yoki o'zimiz bir oshxona ochayli. Hech qanday ayb emas bu narsa-ku. Ishlash ayb emas insonga. Masalan, men shu Samsxon etishdan burun shu Norvegiyada turgan Isroil degan bir og'aynimiz bor. Ashining o'zi shu Samsxon ochgan ashi. Shu yerda men Samsxonda men bekor ishlab beray deb bordim. İşte bir başada Samsun xemirinin özünü içip verime, bazı vakti piyaz doğrap verime degandek vakıza işini kılıp şu yer bir iştep şemdi. Bundak qandayken şu Almatıda ölüp ketdi rahmetlik Osman Xurum deb bir akımız olgan. Bizden çoğarak adam menen bir 10-15 yaş etrafı çoğ adam idi. Aşağıda İlderya degan aşxonaning özünü aşqa vaqtida aşının aldıda polo kavapmış Samsun çıkarınlar degandek hayatımda Samsun yıkıp bakmagan adam İsrail'den çalıp uçup ögünüp olgan Samsun bazı aşağı Samsun yıkıp
Evimizge $1000 pul tep başlaq bir narsa bolgandi. O $1000 degan o vaqtda o Qozog'istonda Hali jiq professor bol. doktor tapamaygan pulu. Hayır, yani sen kim degenge alaqadar mezmundan bir ramka, yani bir tarafını anlagan bolduq. Hem sizning muşu hidayet meselesinde hidayet tepiş değil. Biz bugünkü muşu Kur'an menbelik din düşüncesini hidayet dep davatımız mı yani hidayet enenlik hidayet emas. E, Kur'an menbelik din düşüncesi degen narsani biz vatanda ba'zan qarindoshlar deydi bor edi deydi biz manga nisib bo'lmabdi misali man hech anglab boqmabdiman man chet elga chiqibmi erkin yurgan zamonlarimizda odamning qishig'i bormoqchiman neri turinglar oning gapini anglab qolmanglar degan gaplar bilan sizlar u chog'da sizlarni bilmayman lekin Enes Salimni rahmatlikning haqida ajdaq ogohlantirishlarning tufayli men yeniga bormabdi ekanmizda ko'rishib boqmabdi ekanman. Başkalarını anglap bakmaptık çünkü o çağda Türkçemiz tüzük yaxşı emasdi. Keyin Türkiye'den qaytib kelib meyerde olab qoldik. Keyin başka işler yüz berdi. Herhalde nesip hem de özümüzmü alaqı avamlarning köp sonligiga o'xshash dinimizni biz o'zimiz peshiga isilgan mollamlarga ko'tarib berib etib, mosh odamning asha degandan qilla, nem bos o'zi ular deb biz aştanga özümüzni vagon qilib chetib etib, shuning og'zidan chiqqanini ijro qilib, o'zimiz putlashgan yerdir, yo'chiqlardan tappas qo'shilib, bo'lmasa shu chidab, ashuna yashashga ko'nib ketganligimiz tufaylidan bu Qur'on manbali din tushunchasidan uzoq qoldik. Endi ayrim bir tema bo'lingan chog'da men kechmishimni inshaalloh so'zlab qarindoshlarimiz o'rtoqlashaman deb o'ylayman. Bugungi temadagi mehmon bo'lish sifatları bilan sizlar mush temaga aloqador, ya'ni mush Qur'on manbali din tushunchasidan sizlar qachon eng boshda qachon chiqashgan? Nerede chiqashlar? Men shu nimada qog'liqqa men 87-yili 8-oyning o'rtalarida keldim. Ashundan keyin bir yil o'qigandan keyin qog'liqda shu nimaning o'zini shu Qur'onniki hamda matni Qur'on deymiz hamda lafzi Qur'onning o'zini o'qishning o'zini ashning o'zini nim qildi. Maqsum hojim shuni biroz dars qilgan bo'ldi. Abdukim Maqsum hojim shuni shu vaqtida lafzi Qur'onni o'qishlik sababi nima degan vaqtda Qur'onning o'zi nima deydi? Onu şerisi va kaza mufassirniki ko'z qarashlari va kaza hamma ko'rib o'tib, chunki mufassirning ko'z qarashlari nurg'o'ya meni kallamda o'tmaydi. Sababi nima degan vaqt Qozi Bayzaviyni o'qigan vaqtida Elif aşu Sura Baqaraning 5'ida alif lam mim degan aşu 3 tal harfning o'ziga 5 xil ma'no berdi. Qozi Bayzaviy qo'lda bor odamlar bo'lsa, ashuna ko'z bo'ldi, 5 xil ma'no bor. Ya andaq bo'ldi, ya mandaq bo'ldi, ya andaq bo'ldi deb ma'no etgan narsa. Bir tal xamin tep bağın ya bunun özü ya lağmen boldu ya soğmen boldu ya nam boldu ya özü başka bir narsa oldu degenge o'xshash ashundaq o'zi ayndaq men aytgan narsalar bor. O bir tal narsa qandaq am boldu yoki mam boldu yoki mam boldu. Demak ki ma'nosi yo'q bir narsaga aylanib qoladi. Xuddi shuningga o'xshash nurg'unga oyatlarga bu mandaq degan bo'lishi mumkin. Bu oyatning maqsadi mandaq bo'lishi mumkin. Yoki mandaq bo'lishi mumkin. Yoki mayli falon mazhabga asosan mandaq. Falan mezhep bunun mandak qaraydı. Pustan mezhep mandak qaraydı degandek mushundaq etiqodi sohadagi oyatlar bo'lsa, etiqod mezheplerini u yerga qo'ydi. Ahkam sohadagi mezheplar bo'lsa, ahkam sohasidagi mezheplarni u yerga tizildi misol. İmam Azam an deydi bu haqda, İmam Şafii man deydi, İmam Ahmed man deydi degandek ashundaq narsalar bor. Shuni olib bu bir tal oyat bo'lsa, uniki nurg'ulg'an o'zi 5 saat ayaga ketgan, 5 saat mayaga ketgan qandaq bir narsa bu degan bir narsani kallamga qattiq ta'sir qilib, oxirida kelib bundan keyin shu dinni Qur'on agar shu Allohning so'zi, Allohning kitobi zot ishindigan Qur'onga ishindi ekanmiz. Unda bo'lganda Qur'on zoti dinni qandaq tushundirdi degan yerga ashyadan kirishib qoldim. Keyin bu rivoyatning ichidami ashundaq bir qism rivoyat ishongil bo'lmaydi degan narsani o'tirib chiqarib qo'yib va bu go'yning o'z zoti oq ko'k degan gaplar ashyadan bo'ldi. Shunday bir voqealar bo'lgan. Yani demakchi o'qidim nima degan vaqtda meni bu Qur'on dinni Qur'ondan o'rganishga
haydakçılık qilgan yoki Qur'onni o'rganishga majburlagan narsa bor bu yerda. U narsa nima degan vaqtda birinchi u o'rgangan narsalarning nurg'unlari amaliyotga uyg'un kelmaydi. İnsoniyatniki amaliy hayotiga uyg'un kelmaydi. Ikkinchi birisi insoniyatni qutqizolmaydi. Misal Payg'ambar alayhissalom zamonasida Qur'oni Karim orqali arablarni qutqazgan ekan misal. Davlat qurgan, keyin imperiya qurgan. Misal shundaq o'zi cho'ng bir nima natijalarni qo'lga keltirgan. Ammo bizning zamonimizga kelgancha u imperiya qurish ayri qilib qolsin. Texmbek o'zi töven qarab taraqqi qildi. Yuqori qarab taraqqi qilgan uni töven qarab taraqqi qildi. Texmbek o'zimizniki hamma narsani yo'qitib qo'yish tarafdori qarab mangandan keyin shuni bilan bu millatga bo'lgan qandaq vatanni qutqizamiz, qandaq masalan turg'un olmasniki shu yozuvchilar turg'un olmas Abdurim O'tkir deymiz, Zurdun Sabir deymiz, shu yozuvchilardan Alloh rozi bo'lsin. Millatimizga nihoyat cho'ng meroslarni qoldirib ketgan olimlar ekan misolda. Millatimizga shu milliy ruhni millatimizniki milliy ruhini qo'zg'agan nihoyat katta olimlarimizga bulardan Alloh rozi bo'lsin. Yani aşı kitabını okuyandan keyin tarixda nurg'ulg'an davlat qurgan shunday bir millat keyingi vaqtda qandaq bugün qilib qoldik. Hattoki Qur'oni Karim natijada bu Qur'onni yana buni ishongan odam nijot topadi debdi. Biz nima uchun nijot topolmadik degan narsa kallamga nihoyat qattiq ta'sir qildi. Ta'sir qilgandan keyin shu sababdan bu ani qarasak bilim deb turayotgan zaten Arabning madaniyati, urf-odatini bozorga soladi u rivoyatlar asosan. Shundan bilan u narsa hech qanday kallamdan o'tmay, shundan bilan keyingi vaqtda Qur'onga kirishib qolishga sabab bo'lgan narsa shu bo'ldi. Aşağıda misal Kuchadagi vaqtida Hamid Mavli shunday esil tarjima qilyapti bu Qur'onning o'zini. U odamdan ozroq labzi Qur'onni qilgan bo'ldik. Keyin shu Maqsum Hojimda o'rgangan bo'ldik labzi Qur'onni. Uning sirtidan shu vatanning sirtiga chiqqandan keyin asosan bu rivoyat kitoblarini qo'lim olmaydigan bo'ldim. Chunki Qur'onda hamma narsa bor. Misal O'rta Osiyodan Norvegiyaga keldik. Norvegiyadami boshqa mollalar shu rivoyatni so'zlasimi, meniki u rivoyat kitoblarini elib so'zlagan bir narsam bo'lmadi misol. Norvegiyada shu bergin turgan aloqalarimiz bor. Shular biladi shuning hammasini. Hattoki shu Mehmet Salih Damollam tarjim qilgan tarjimanimi o'qib bermadim men aşağıda. Jamoat surunda Mehmet Salih Damollam o'qib bergan tarjimaning o'zini unda qalqa o'qib berib narsa qilib baxman. Nima ish qilgan vaqtida Mehmet Salih Damollam Nurg'iyani yaxshi qilgan, lekin unikidimi shunda qalqa xato yeri bor. Tirnoqchilik og'a yerining hammasi ash mazhabliga, e'tiqod mazhabiga, ahkam mazhablariga bo'ysundigan yeri misolda. Undaq nimalar bor. Yaman jiq tırnak açkan, tırnak içindeki nesli hemmesi asasen Kur'an-ı Kerim'deki asli manasından başka bir managa yötkü etilgen yerdi. Şunun için ben bu Kur'an'daki o tercümesini milletki onda kalkı uğuk verişine yaxşı görmegendim. Yani nurgun adam deydi, sen o Mehmet Salih Damollam'da mı yoğan mı oldu mu deydi. Biz yoğan mı oldu demedik. Lakin uyarik nesli ne dediyse Kur'an-ı Kerim'ni bir mezhepki has kılış o bütünlüğü hata bu nesli. Qur'oni Karimning o'zida maxsus bir oyat bor. Sen ular o'zi dinlarini innallazina farraqu dinahum va kanu shiyan lasta minhum deydi. Bu oyat nima degan vaqtda ular o'zi dinlarini paramparcha qilish orqali ular mazhablarga ayrilib olgan deydi. Sen u mazhabning iqos emas. Çünkü Kur'an-ı Kerim hiç qandaq mazhabda bo'lishning o'zini bo'lmaydi. Kur'an-ı Kerim orqali u mazhab paydo qilishni Kur'an-ı Kerim qattiq cheklaydi. Mazhab paydo qilish Kur'an-ı Kerimga zid bir ish. Misol, u ahli sunna vel jamoa mazhabi, Shia mazhabi, Rafiz mazhabi degandek bundaq mazhablarga ayrilib o'tish bu nihoyatda cho'ng bir jinoyat. Uning uchun bu narsalarning hammasi zaten o bayon qilingan bo'lgandan keyin biz uni qandaq u mazhabni yo'qitimiz degan vaqtda mazhabni yo'qitishniki birdan bir yo'li shu Qur'oni Karim qaytish. Qur'oni Karim qaytgan vaqtda mazhabni yo'qoladi. Faqat Qur'oni Karimdan iborat bir tal o'z yo'limiz deb qoldi degan gap. Men mushuning o'zini o'tirg'a chiqish uchun bu yerda nagini olsamdi
Men bu rivoyatlarni so'zlagan bir narsalar bo'lmadi. Rivoyat so'zladim asosan. Onundakin misal nimaga vardik? Bu e, İstanbulga vardik. İstanbulda Ölümalar Birligi kuruldu. Onunda men şu 30 Ölümalarniki arasida menma yaragan boldim, bir 2 yildak turgan boldim. Aşılağımı cemaat olup mesela Ölümalar Birligi'den 5, 10 yoki 20 odam birleşip turup nayet özü millet faydalanadigan derecede şu nemenin özünü Kur'an tercüme qilsak bo'ldi deb Abdukim Mahsumga necha qatim shu gapning o'zini qilgan bo'ldim. Qisam o odamlarmi o'zi shu vaqtning o'zida uning ahamiyat bermadi. Şu tefsiri zerip qarajimlik şu bunun neme 70 yıl burun yazgan tefsirisinin özüne yezip başar oltadı ki biz hazırki zamanda yaşavatımız. Bak Kur'an'ı hazırki zamandaki işlerini hal kıldığın şekilde bir özü tefsir kılaydı diyen bir yer kemmedi iş kalsı. Hem de rahmetlik şu Enes Hacim Kur'an'ı şunda tercüm kıldı hem de şu tırnaksız bu adamın tercümesi yakşı. Başka nurgun tercümelerine nispeten yakşı. Undaq tercüme qilgan bu odam bu turklar bilan birga ishlagan bo'lg'achqa turklarning ichida nurg'unlig'an shundaq katta olimlar bo'lg'achqa bularningmi balkim bulardan olgan ta'sirotlari bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu nihoyat yaxshi tarjima qilgan. Ammo bizning millatimizda kimki bu haqning o'zini o'ttirib chiqimi millatni to'g'ri yo'lga mana shu yo'l to'g'ri ekan Qur'oni Karim o'zi o'ttirib qo'ygan yo'l ekan ham amaliyotga uyg'un ekan bu Muşlu oturup açıklamaya millet muş yolda mağsa çokum nicatlık erişidik dep hizmet kısa o adamın özünü jitim kaldırış için o adamını hakaretlep her xil özü böhtallarını çaplaş arkalık milletin uzaklaştıran bizde kayda bu mollulda umuluşup ketken. Ben aşağı Enes Hacim'in özünü ben İstanbul'u beriştim burun yalğız kaldırıp aşağıdaki mollullarını karşı bu murtet, bu diye hadis inkarcısı, ahçı köşkü devol turup, kaşık berep hacım, manın özü manda depsile. Bunun özünün neyim kasasını didon dep bir eğiz, onun da gep sorulmazsın, aşına hakaret kılıp, aşında özü nahayeti zulümlerini kılıp mesela. Onun üstü bu milletimizden özü mü, aşı mollunun özü neyim dese, berip aşı şunu kılıp da, selamun aleyküm deme anı salam kılmaydı mesela. Neyim için selamun aleyküm demeyim ben onunla. Belkim onu devatkan nersi toğrudu. Toxtab tura aşı adam yazgan nersini bir uqib bakay. Ya o adam sözlegen nersini ben bir körüp bakay, anlap bakay demeydi de. Kudu şunun oxşaş, misalda, şu oturdu mesela, bulup şu nemeniki Qaza ve Kader diye kitap yazgandan keyin azraq oturup çıkıp kaldım. Onun da keyin şu Pidayla ekran dep şu ekranға çıkkandan keyin bu besim küçük ketdi. Özlemlige hakaret kılışının sırtında mango dünyada kılmağa hakaretli kıldı. Eğer derek olup kalgan bolsam bu göğünlük öz gacaşlığını kurup ketken bolattım hazır. Yani bu kadar öz hakaretli kıldı ki insanların özünü toxtab dur. Moş adamniki devatkan sözlevatkan şu videosunu özünü körüp etkenler. Hata ya olsun özü Kur'an-ı Kerim doğru kelmeydiğen yeri olsa anın özünü tep çıkıp bunu öyle münazırlı şeyle bir ilmi asaslı bir adam bolsak biz aşağıdan bilen özü ilmi asaslı münazırlı şeyle dediğim bir tal mollu çıkmadı. Bizdeki şu İstanbul'da savakdaşım var meniki. Qağlıqda bir kuqa insanlar var ya da. Qağlıqda mesela bir karar burnu uqqan insanlar mı var İstanbul'da hazır. Aşı adamlar beni bilidi. Mehmet Yusuf'un bilidi. Aşı nimelki avlipız nime. Aşı Mehmet Yusuf'un bir yuygan nime aşı bilidi. Nime de Almut'u yaxşı konuşattık. Avlet hafız diyenler. Biz özümüzni ehli ilimdeymiz. Bir narsa oturup çıqqandan keyin uni haqorat qilish emas, bizning vazifamiz. Uning to'g'ri xatoligini o'tirib chiqarish, bir to'g'ri narsani o'tirib chiqarish orqali millatni to'g'ri yo'lga yetaklash bo'lish lozim. Nima uchun biz ahli ilmga loyiq holatda yashashni o'zi nima qilmaymiz, o'zimizga yo'l qilmaymiz misol. Bir odam siznikiga o'xshamaydigan bir og'iz gapni qilib qo'ysa, butun gaplar xato bo'lamdi. Misol bir videonun o'zida 2 soat gap qilsak, 2 soat gapning ichida bir og'iz gap agar xato bo'lib qolgan bo'lsa, sen shu gapni xato deyishing kerak.
Qağa xata olmağanı neyim dep xata deyalaysın sen? Hatta şu bir eğiz mesela xatani tapamadın. Biz şu 100 tal video çektik. Şu 100 tal videonun içinde hiç qandaq bir xatani tepip manas xata dep oturup qo'yaman. Nima ish qilgan vaqtda bizniki asosimiz Qur'on. Öz vaqtida bundan 1400 yil burun Muhammed Aleyhisselam Kur'an bilan o'tirib chiqqan vaqtda butun Makka mushriklarning o'zi hammasi Yahudlarning olimlaridan hammasi mat olgan oldida. Chunki Qur'on bo'lganligi uchun mat olgan. Xuddi shunga o'xshashda biz shu Qur'onni ko'tarib chiqqanligimiz uchun bizni oldimizga chiqamoqda bu odamlar. Har qatimliq videoning o'zida dedik. Ham u qadar eg'ir besimga duch keldimki, hattoki men emas, meniki mush baljaqinlarimga, qizlarim qilinib ketgan haqoratlar bor bu yerda. Sen degan faloni kafirning bolasi, sen degan pustani murtadning bolasi deb shunday o'z haqorat qilib ketganda. Öz vaqtida misol men buning bir misol keltirib qilsam, 1924-yil Abduqodir Domollarni o'ltirayotgan vaqtimi, Abduqodir Domollar nima uchun o'ltiryapti degan vaqtida millatni qutqizma dedi bu odam. Millatni qutqizma, millatni hozirgi zamon ilm fanida o'z o'qish kerak deb shuning tabliq qilgan vaqtning o'zida jadidi deb o'zi bir narsani chiqarish orqali u vaqtda vahobiy degan gap o'tirib chiqmoqdimi deyman. Jadidi degan bir narsani o'tirib chiqarish orqali Abduqodir Domollarni xalq sat ko'stib oxirida o'ltirib Hattoki Abduqodir Domollar haqida qissa degan kitobni o'qigan vaqtida odamlar yig'ilg'isi kelib nima ish degan vaqtida Abduqodir Domollar xalqning bolalarining o'zini o'qitib ilm fan sohasida qo'ldan kelishcha o'qitay deb shu sinf tayyorlayotgan vaqtida o'zi shu loyitib o'zi shu uyning ichini sug'ab sinf bo'lgan uyni sug'ganlik to'g'riliq shu kitobda yozildi. Şu vaqt jamoat uchun 4 odam kelib, "Domollar biz qilayli mana shunday yordam qilmagan millat." O'zimizniki shu millatning o'zini yaxshi yo'lga boshlasam bo'ldi, to'g'ri yo'lga boshlasam bo'ldi degan insonni yomon ko'rsatsa, millat shunga o'xshashli yomon ko'rib kelganda. Mana bu bizni halok qilgan narsa shu. Qur'on Bu yerda vaqtda Mollaniki her qanday gapinin o'zini to'g'ri deb uni oqsiga kirish xato. To'g'risini to'g'ri va aql var bizda. Aql, mantiq var. Onun uchun uni gapi to'g'ri bo'lsa to'g'ri deyishimiz lozim. Xato bo'lsa xato deyishimiz lozim. Masalan, İstanbulda birisi Xudo bizni hatto payg'ambardimi yaxshi ko'rganligi uchun hozir qilmish payg'ambarga kelmagan eg'ir zulmni bizga berdi. Buning uchun Allohga ming shukr, yig'ilgan insonlar bor. Buni nima deymiz? Xitoyning mollasi mana o'zi bor. Xitoyning mollasi boshqa hech qanday narsa yo'q. Men mushundaq insonlarning gapini anglashga roziki Qur'on başlagan, biz boshqa gapni qilmadik, yo Tavrat başlagan demadik, yo Injil başlagan yo'lga demadik. Qur'oni Karim başlagan yo'lga mansaq biz nijot topar ekanmiz. Deb o'tirib bu Qur'ondagi siyosat, iqtisod, jamiyat to'g'riliq nimaning o'zini nurg'ulg'a ahkam to'g'riliq shu Qur'ondagi nasihatlarning o'zini o'tirib qo'ydik. U nayt amaliyotga uyg'un, shundaq o'zi go'zal bir nim bo'ldi. Va lekin ashuning o'zini xalqimiz agar ashu o'qiydigan ko'radigan bo'lsa, uni to'g'riligini his qila oladi. Ammo ashu mollaning oqsiga kirib, u qanday qildi degan vaqtda ash xato gapni qildi, oning gapiga kirsangiz, murtad ashuni qo'qib, bizni gapimizni anglamaydi. Qanday gap ketdi bu? Misol. İstanbulga borsam, burun "Assalomu alaykum" deb yurgan nurg'un tonish bilishlar bordi. Yerini tayoq yegan xotinlarga o'x mayning tumshug'ini to'lab ketyapti. Sen odam bo'lsang, agar men shu yerda xato gap qilgan bo'lsam, xatoligimni oldimga qo'yishing keraksan. Buniki xatoligini dalili ma'u deb bu dalil isbotini oldimga qo'yishing kerak. U yerda ikkimiz chiroyli o'tirib, choyni oldimizga xush qo'yib o'tirib, olimdek, odamdek o'tirib, mayli o'tirdi o'zi suhbatlashib, chiroyli gap bilan uni hal qilishimiz kerak. Sen butun dunyoga bir odam tillaydigan nima qilmoqmisan? Mana bu zulmlarning hammasi nima desa, Qur'onni, ya'ni meniki butun o'zi narsam nima bo'ldi desa, millatga bir to'g'ri yo'lni endi. Men dinda o'qigan inson bo'lganligim uchun diniy nuqtadan chiqib turib, millatga to'g'ri yo'l ko'rsatish bo'ldi.
Kur'an arkalık insanlarga milletimizi doğru yol gösteriş arkalık milletimizin kurtuluş yollarını gösteriş. Bunu maksat oturuğa çıktım. Yani ziyaliler, nurgun ziyalilerimiz misal nurgulgan kitaplarını yazış arkalık milletimizge özünün milli kimligini, tarihini, medeniyetini öğretti. Bizim dinde doğru nersini öğütüş bizim vazifemiz. Aşağı okşaş. Şunun için biz oturuğa çıktık bu dini sahada. Ama çıdıksız şundaq özü hakaretlerge uçurduk. Ama bunu milletine doğru yolga yetekleş maqsadimiz bo'lganligi uchun chididik. Çünkü peygamber mi? Endi şu geçmişine burunqi nimalarga qaramaydi. İnsanlarda eğer samimiyet bor bo'lsa, o'zi e'tiqod qilayotgan diniga, o'zi qilayotgan tijorat kuyinganchilik bir kuyinish bo'lsa, o'zining mushu masala o'tirib chiqqandan keyingi ifodasi, qo'llangan usul choralarini aynı zamandaki müşriklerin qilgan hareketlerinden bir silishtirib bakkan bo'lsa deyman shu. Elbette. Aynen o'xshash chiqdi-da. Elbette. Bütün peygamberlerge şu öz vaqtida o peygamberin sarang degan, şair degan, ayndaq o'zi laqablarni qo'yib ayndaq haqoratlarni qilgan insonlar hozirgi shu mo'lliniki qilayotgan ishlar sil degandek shunday o'xshash chiqibdi. Mushular nima dedi degan vaqtda o'qimagan dedi. U binas bilmaydi dedi. O murtad dedi. Hedis inkarchisi dedi. Ey go'y. Hedisni o'zini bayatni biz dedik. Qur'onga to'g'ri keldigini biz e'tirof qilamiz. To'g'riligini e'tirof qilamiz dedik. Yog'och quloq qo'yning o'zi. Abdurahmon Jamolga deyapman men bu yerda. Hedis Kur'an'a doğru kelmeydiğini peygamberin özü rad qiling deydi Kur'an'ın özü. Nima hedisning özü. Eğer sen Kur'an'a peygamberge erişadigan bo'lsang, bu gapni anglashing kerak sen. Aslida abertin çayını qo'yib oldimizda ro'baro o'tirib turib, agar xalq olamning oldida yuzim chiqib ketdi desa, Istanbulga necha qatim borlasizlar. Bakaslar deb o'tirib, yani sizlar mana deblar, bu mandat tursa deyishib bir suhbat ilib borsa, bu ne güzel bo'ladi. Onda bir ishmi bo'linmadi. Ekran orqali radiya berishinglarni talab qilamiz dedik, bumi bo'lmadi. Bir qarindishimiz bor, u hamda xiyonat olmasin deyli. O qarindishimiz ben nimaga chiqaman, munozaraga chiqaman degan bir qarindishimiz bor. Bunun vaqti soatini inshaalloh pat yaqinda e'lon qilamiz. Bir munozara o'ylashtirishga tirishimiz bo'lgan bo'lsa. Bundan boshqa nechasi chiqib baqdi, yangi turib baqdi. Ama yaman kelganda hammasi keyin chekinib ketdi. Endi bayatınki müşriklerle seçtirip bakış meselesinde deb baqdiq. Mushu Fidoylar ekranda e'lon qilinayotgan Qur'onda nazar programmasini palonchi pistonchining gaplarini qat'iy anglamanglar deb maxsus yig'in o'ltirishlarni ta'sis qilib, ya'ni shunda o'rinlashtirib, soatlarcha beddua qildirib qilganlarning qilgan hareketlari o'z vaqtidagi Makkada Muhammad deb birisi chiqdi, buning qishig'i bormanglar, uning gapini anglamanglar deganlar hech farqi yo'q. Elbette. Aqli bo'lsa shuni selishtirib baqib bo'ladi. Bugungi temada yana chirkitib qolamiz, uning uchun yana tartib majburman. Ya'ni sizlar men shu suhbat ilib berish jarayonlarida Qur'ondan nazar programmasidagi har bir temani yoritish jarayonlarida men burun anglab bakmagan, men bo'lmasa bir quloq qo'llasa, jiq narsa anglaydigan bir odam deb o'ylaydim o'zimni. Ammo sizning tushuntirishlardagi bu Qur'ondagi dinni o shaklda hech anglab bakmaganligimdan shuni jazm qildimki, bu adam mushu masalada yolg'iz mushu narsani dedi. Bu kadar yürek, bu kadar bir cesaret, bu kadar tevekkulchilik acayip ish deb mening ichida bir qoidalik bor. Masalan, her bir temada aslida davr bo'lgich, ya'ni bugungi dunyoning, bugungi e'tiqod, din, vatan, millat, din tushunchalarimizni butun o'zgartiradigan fikrlar bor. Har bir programmada bor. Ko'ngil qo'yadigan uchun bor. Elbette. Mushularning har birisini o'tirib qo'ygan vaqtlarda sizlarning yagona keraklarga jazm qilaman, men sizlarning yani demoqchi o'g'lim bir programmada manda qiladi deydigan bir grup yo'q ekan sizlarda. Bundaq bir holatda sizlarga tushgan besimni yengil deyishga bo'lmaydi. Tasavvur qilish imkoniyatim yo'q mening. Men qilolmadim ish qilib.
Mesela tarihten bu yana hazır kadar mıhlep etken 40'tan biri var da zakatның 40'tan biri deydigan. Muyum şu kadar şunda bir güzel yeşli ki tutildi mesela. Kızıkan kardeşler şu zakat alakadar kısmı berip anlap baksı buludu. Endi mushunda her bir programmada tarixdan buyon Uyg'ur jamoati orasida bunday oshkor bir shaklda o'tirib qo'yilib boqmaganligi aniq. Bundaq bir avallasida sizlar nimaga toyinib bundaq bir yurak bilan o'tirib chiqqanlar desak, yana shu berib Qur'onga islasizlar hozir. Chunki undan boshqa manbaim yo'q deydilar. Endi buni ikki narsa bor bu yerda. Qur'onni bu holat tushunishning o'z sababi nima degan vaqtda Muşu milletimiz yani milletimiz muşunçolar yıllardan birisi munqaraz bo'lib ketdi. Milletimiz milliy ruhdan ağırlık ketib etibdi misal. Milliy madaniyetidan ağırlış aldı turib etibdi. Xalqniki madaniyetini, xalqniki milliy ruhini o'ziga ruh qilib olib, shunday o'zi yashaydigan bir holat shakllanishga boshladi. Bo'libmi 2015'te muşu İstanbul'a borgan vaqtimda İstanbul'da muşu Suriye ketayotgan Uyg'urlar misalda u yerda shu boshqacharoq bir gapni qilsalar, ashuni oqsiq tushadigan mo'yindoq bir o'zi lukchaklik paydo bo'libdi-ki, bu narsa qattiq ta'sir qildi menga. Ta'sir qilgandan keyin o'tirga chiqishga majbur bo'ldim. Chunki buning butun sabablari nima degan vaqtda Payg'ambar alayhissalom, ya'ni Muhammad alayhissalomning o'zi Qur'oni Karim orqali arablarni qutqazgan shu vaqtning o'zida. Meniki chiqargan yakunim bu. Bunun shak yo'q. Bunun hech qanday shubha yo'q. Demek ki bu nima degan vaqtda agar biz Muhammad alayhissalom estilganda Qur'oni Karimni to'g'ri estilgan vaqtda bizmi o'z millatimizni, vatanimizni o'zi qutqiza oladi ekanmiz degan narsa meni kallamga nim qildi. Arabni arab qilgan payg'ambar alayhissalom. Ya bu zaten Arabiylik o. Payg'ambar alayhissalom. Arabni mush madaniyatga kelgan payg'ambar alayhissalom. Demek payg'ambar alayhissalomni ashoratga kelgan narsa nima degan vaqt Qur'oni Karim. Onun için biz diyor vaqtda biz eğer Peygamber Aleyhisselam estilganda biz Kur'an-ı Kerim'de estilgan bolsak to'g'ri usulda biz cho'qim millatimizni qutqiza olar ekanmiz, vatanimizni qutqiza olar ekanmiz, madaniyatimizni hamma narsamizni qutqiza olar ekanmiz degan mushu narsa keyin mushu Qur'oni Kerim tushungandan keyin mushu narsa paydo bo'lgandan keyin men undan keyin Qur'oni Kerimdan boshqa hech qanday narsaning o'zini tabliq qilmaygan bo'ldim. Hadisdimi bay deganga o'xshash Qur'oni Karim to'g'ri kelsa, to'g'ri bu hadis deyman. Hech qanday uning bir shubham yo'q meniki. O sahih deyilsin, g'arb deyilsin, ya mufrad desin, 30 necha 40 hadis hozir vaqtda mutawatir desin, nima desin, hadisni nima bo'lsin, lekin u Qur'oni Karimga to'g'ri kelish kelmasdan arildi mening nazarimda. Uning oxirida zaif, mufrad, sahih degan xatni yozib qo'yish bilan u hadisniki to'g'ri ekanligini qilmayman. Meniki. Mushu masalada nurg'un talash tortishlar bo'ladi, inkas shaklda, har xil shakllarda. Yani bütün delil deb ashuni to'g'ri ekanligini, to'g'ri ekanligini o'ttirga iddia qilgan qarindoshlarımızdan tayinlagan bütün manbalar o'lakda. O'lik. Yani hammasi o'lik chiqadi. Tiriklarning hammasi ko'tarib kelgan manbasi o'lik. O'likdan qolgan og'amchilar, ya'ni nasab zanjiri yoki silsila zanjiri degan narsa. Xuddi qariga insonning qo'liga tutqizib qo'ygan bir dona og'amchi kabi bu. Hech yerda uloq yo'q. Ash payg'ambar alayhisolamdan kelgan biti deb tutib olgandek lan. Shuningga bu yerda dunyoda nurg'unlar narsa, hamma inson gap qiladi, hamma inson bir harakat qiladi. Qur'oni Karim bir nizom. Shu harakatning o'zini şu Qur'oni Karim shundoq sog'an ekan, ya to'g'ri harakat qilayotgan, ya xato harakat qilayotgan shu yerda chiqadi. So'zning o'zidimi xato so'zlayotgan ya to'g'ri so'zlayotganligi Qur'oni Karim shu nizomga, shu prinsip sog'an ekanlar, aniqlik o'tirib chiqadi. Uning uchun bu yerga narsa nima degan vaqtda bu o'zi Qur'oni Karimni shu bir nizom holati tushungan vaqtda, uning prinsiplarini tushungan vaqtda Qur'ondan boshqa hech qanday bir narsaga ehtiyoj qolmaydi. Hozir deydigan nima desa, unda xo'sh nima namoz yo'q Qur'onda deydi. Tamamda sura o'zi nimaniki sura Nisoniki 101-oyat, 103-oyatni oraliqda o'qisa, hamma shu namozniki rakat soni chiqib turdi. Masalan, sura o'zi Isroniki 108-109-oyatlarni o'qisa, namozni qanday o'qish to'g'ri, hammasi shu tamomdir. Misol.
Taharet olsun, taharet doğruluk naksı Kur'an-ı Kerim'de taharet teyemmüm doğruluk ayet tamamdı. Eğer bu Kur'an-ı Hayır, Kerim'de yana tamamen namaz degan narsa bo'lmasa, u vaqtda namoz o'qishga hojat qolmaydi. Çünkü ha, Kur'an-ı Kerim bo'lmasa nima ish qilish uni? Kur'an-ı Kerim bo'lganligi uchun uning o'zini biz bor deyapmiz. Endi hozir qarindoshlarga nihoyat tavsiya qiladigan bir narsam chiqyapti shu sohada. Nima chiroqni yo'qotib hozir qarang'i qoldi. Şu 20-30 yıldan birisi ben şunçola izlenip onu neçe qatim şu mavzulunun özüne qayta tahrirlab nurg'unlagan o'zgartishlarni qilib oxirisida o'zi nima qilgan shu o'tgan chorshanba kuni chiqibdi bu kitobim. Shu vaqtda payshanba, juma, shanba, yakshanba, dushanba 5 kun bo'ldi. Hozir bu kitobniki 70 talda kitob tugab ketdi. 200 tal chiqargandim bu nima qilmoqchi deb. Bir 50 talni o'qitib bugun sevatgan bo'lsa, qolganiga bir 15 taldan ortiqroq tugab ketdi. Mushu Qur'on manbalik islom. Mush kitobni elib, buning da o'zi millatniki yana davlat qurish, saylam, boj misolda siyosat, jamiyat, iqtisod to'g'riliq butun o'z oiladan tortib, oila qurilmalaridan tortib hammasi mush Qur'oni Karimni manba qilgan holatda yozilgan bir kitob. Bu kitob o'zi har bir o'zi Uyg'urniki uyda bo'lishga tegishli bir kitob mana shu vaqtida. Shuning uchun bu kitobning o'zini men aslida 500 tal bostirsam bo'pti-ki, 200 tal bostirsam bo'ladi desam, hozir aytib 5 kun ichida bu 100 tal qilib qoldi. Shuning uchun buning o'zini agar kerak insonlar bo'lsa, menga yoki shu fidoyi qarindishimizga yoki bo'lmaydi 5 to'g'roq qarindishimizga xabar qilsanglar, o kitobning o'zini yetkazib beramiz. Buning o'zini nemisimi bekaq berib o'tishimni niyatim bor, lekin bekaq berib o'taysam men bek cho'ng boy emas. Davomli kitob chiqarish uchun iqtisod kerak. Onun uchun men buning o'zini faqat $15 hisoblab qo'ydim. $15 deganni kirosini qo'shgan chog'dim $20 ga bormaydi. Ammo uyda bo'lsa o'zingni shu o'zimizning madaniyat to'g'riliq, tarix to'g'riliq misollar, shuning hamma sohasidagi Qur'oni Karimdagi shuning bergan javobi nima? Har millat o'ziniki madaniyatini taraqqiy qildirishniki hukmi nima misolda? Duttatdan bir chasak bo'lamamdi, naqsh yasak bo'lamamdi, qandaq naqshni aytamiz, qandaqni aytmaymiz degan to'g'riliq nurg'unlagan shuning hammasiga javob bor. Hattoki banka pul qo'yishdan tortib, uy olishdan tortib hozir Yevropada uy ololmayotgan shunday quruq fatvoga nim qilib uy ololmayotgan nurg'un odamlar bor. Shunday odamlarga nihoyat yaxshi o'zi Qur'oni Karimni asos qilgan holatda javoblar bor. 100% bo'lmasa-mu asosan bizniki mush jamiyatimizga munosabatlik, mayli siyosatimizga bo'lsin, mayli iqtisodimizga bo'lsin, mayli davlat qurishimizga bo'lsin, islom davlat qursak to'g'ri, nem davlat qursak to'g'ri degan to'g'ri hammasiga berilgan javoblar bor. Hamda tuzumlar to'g'riliq nurg'unlagan o'zi javoblar bor. Nihoyat o'zimizga kerak narsalar. Hammasi Qur'oni Karimni asos qilgan, payg'ambar alayhisalom shu vaqtda ijro qilgan ijroat haqida nimalar bor. Shuning uchun buning o'zini qarindoshlarimiz o'qishini xohlayman. Agar shuningda yana kamya bo'lib qolgan bo'lsa, ba'zi yana xato deb tushunib qolgan bo'lsa, biz hozir hayot vaqtida chiroyliqcha men mandaqga buni qanday tushunamiz desanglar, men hayot vaqtimizda javobni beramiz. Kamya bo'lsa to'liqlaymiz. Bu nihoyat o'zi bizga bir o'zi yordam qilgan bo'lasizlar, kamyani ko'rsatib berganliginglar uchun. Shuni ba'zi xatolik bo'lsa, xatolikni ko'rsatib bersangiz, texnik yordam qilgan bo'lasizlar. Ammo odamdek bir odam bilan o'z so'zlashgan vaqtida odamdek uni haqorat qilmasdan chiroyli so'zlashni o'rganaylik. Shu nimada bu kitobning o'zining bir millatga bir reklam qilay. Millat kerak bu narsa deb hozir shuni qilib qoldim. Onun oldidagi Qazo va qadar degan bir kitobni yozgandim. U kitob 2018 yilda yozilgan, o'zi 1100 tal bostirib ekan, uning 100 talga yaqin qilibdi. Qolgan hamsi tugab asosan.
Ammo xalqimizga kerak bu kitobning o'zi. Hozir islom davlati qurimiz, shariat davlati qurimiz va hokazo degan nurg'un talash tortishlar bor. Qur'on uni qanday javob berdi? Siyosatga qanday Qur'on qanday javob berdi? Iqtisodga qanday javob berdi? Nurg'unlagan o'zimizga nihoyat muhim bo'lgan masalalarni shu kitobdan siz topa olasizlar. Kitob balki cho'ng kitob emas, endi hajmi biroz nima, lekin 400 bet, ya'ni 200 varaq bir kitob. Aldırmay her bir mevzunun özüne andak okusanımı aldırmay düşünüp okuyayım desanglar 15 gün, 20 günün içinde okup olasızlar misal. Nurgulgan malumatlarga ega olasızlar. Onun özünün nurgulgan tirişçanlık bilen nurgun ustazlarınki yardımı bilen kömügen kitaplarımız kalmadı iş kılıp hem de kömügen kitapsız dünyadaki kitapını hemimizni görüp ketmedik, lekin özümüzdeki aşı imkan yetken kitaplarının asasen görüş arkalık şunu olan özü oturup çıkan bir kitap. Şunun için qarindaşlarımızniki Kur'an menbelik İslam degen kandak oldu ki, Kur'an İslam'ı kandak düşendirdi ki. Bunun özü naiti yaxşı bir malumatga ega kalırsızlar. Bunun özünü mü bu şey devagan buldum. Hoş. Ecillik boğayla, mevilik boğayla, texmi davamını nesip kılayın. Bərabər şəxs temiga kirsək, talaşsaq, tartışsaq saatlərcə yana tügəməydi. Çünki məzmun bək jiq. Yəni mənim düşünüşümdə 99 san tütdə bu Qur'anda nəzər proqramısında aşı proqrammadakı məzmunlarni bir püzzül desək, çoğ bir Qur'an mənbəlik din düşəncəsinin çoğ bir həcmi çıxdı. Yəni nurgun boş qalğan məzmunlar əlbəttə var. Məsələn, miras toğrusida heç kirmədik. Shuningdek, nurg'un masalalar bor. Lekin bizga hozir jiddiy bo'lgan masalalardan shu davlat bir millatning milliy kimligini va davlat qurishga aloqador qismini ching tutganliklariga men guvoh bo'ldim. Bizning an'anadagi mulla ulamo qarindoshlarimizdan shu butun tirishchanliklarining hammasini men bir yig'inchoqlab bir so'zga bütün tirishchanliklaringlar millatning ustidagi Allohning haqqi to'g'risida bo'layotibdi. Endi sizlarning bizim millatimizningki bizga ehtiyojli qolgan narsa bizning millatimizning islomdagi haqlarini tepib chiqishga, bu haqda faqat izlanishinglar yo'q deyarlikka degan shaklda murojaat qilgandim men. Endi osh qarindoshlarimizdan ba'zilari anglayotgan bo'lsa, agar iqro qiladi, Qur'onda hamma narsa bor ekan, islom dinida hamma narsa bor ekan, shu davlat qurishga aloqador narsa yo'q ekan. Buni o'zimiz tashlab qo'ygan ishga deganlar bo'lgan menga. Men ta qisqa vaqtimda. Ammo sizlar ilib borgan suhbatdan keyin shuni tushundimki, bu Qur'onda, ya'ni Qur'on manbalik dinda, Allohning dinida insonning insondek yashashga hür, ozoda, erkin, o'zining diniy e'tiqodidan mushriklik yoki munofiqlikqa majbur qilmaydigan bir erkin tanlash fursati va tanlig'ining bedelini o'tash rizoligini qo'lga keltiradigan, kafolat qiladigan bir sistemning qurilishiga sabab bo'lgan davlatdan iborat, hokimiyatdan iborat bir sistemni qanday qurish, qanday boshqarish, ichki tashqi jihatlardan nimani asos qilishdak prinsiplarni tushuntirib berishdan boshqa narsa yo'q ekan degan mazmunga keldim men. Endi davlat qurishga munosabatli bütün prinsiplarni Qur'on o'tirib qo'ygancha, uning uchun payg'ambar alayhisalom davlat qura olganda, payg'ambar alayhisalomning qurgan davlatiga asoslanibdiki, shu Qur'oni Karim orqali Qur'oni Karim prinsiplariga asoslanib turib qurganka deganni tushuna olsa insonlar, demakki Qur'oni Karimga to'g'ri eslatib maqsa insonlar nima davlat qura oladiganligini ashuni bilib olaydi misol. İslamni hozirgachilik islom degan nima bo'ldi? Islom kirishligi shartlarining o'zini iymondan boshlab turib oladi-ku biznikilar. Qur'onda undaq bir narsa iymon, islom ayrim tushuntirildi-ku. Uning o'ziga ham shu islom, iymon, shariat degan mavzuda maxsus to'xtaldik. Ammo shu hozir biz 100 muqaddimasiga qo'shib 100 suhbatni o'tkazdik. Shu suhbatni ko'rsa
biz bilan hech qanday bir narsada munoziralashishga hojat qolmaydi. Bu biz 2,5 yildan eşitdi hozirgi vaqtda, shu 2,5 yilda oshgan vaqtning o'zida munoziraga chaqirib vaqtliq kammidi. Hamda hozir mush kitoblarimizda o'qisa bo'ldi bu odamlar. O'qib, suhbatlarimizni anglab qilsa, ma'lumoti shuni bilan o'zi hali echilib qoladi. Uningdagi munoziralashsak bo'ladi. Shu men İnşallah. qilma, balki munozirdan qochqanlik emas, bu yerda munozirga chaqirib berib qoldik biz. Gap janqqa vaqtida. Xeyr. Bugün temaga aloqador yana muhim mazmundan birisi, masalan, bu Qur'on manbalik din tushanchisini Poloniyada Pistoncha ijod qilgan, Poloniya yoki Pistoni davlat yoki din dushmani birga buningdan manbalab iqtisodiy jihatdan qo'llab, har xil shaklda madad berib, buni manda foydalangan deydigan bir narsalarni o'tirib o'tirgan qarindoshlarimiz borki, sizlar mushu yo'lda sizlar biror yordamga erishgan yo biror davlat xarakterlik proje bilan madadlangan ahvollar bormi va sizlar ergashgan biror iqim bormi? Men ergashgan iqim nima degan vaqtida men shu payg'ambarlarni asosan o'zimga bir ustoz qatorida Qur'onda zaten usvat narsani deydi, ulgu qatorida tutgan bo'ldim. Qana degan vaqtda Qur'onda payg'ambarlarniki Allohning kitobiga ergashish, Allohning kitobini ijro qilish va masalalarni Allohning kitobiga tatbiqlash orqali masalani to'g'ri hal qilish usulini bayon qilgan. Ashunga nima qilgan bo'ldim, asoslangan bo'ldim. Boshqa bir sohada jiq ustozlarni anladim. Misol Turkiyada Abdulaziz Bayındır mushqatni bo'lgan chog'da ko'rishib keldim. Ba'zi masalalarda birga kela olamiz, ba'zi masalalarda birga kelolmaymiz. Chunki u rivoyatni akib oladi. Shuning bilan u rivoyatning ichida Qur'on to'g'ri kelmaydigan yerlar bo'lgandan keyin uni men qabul qilolmayman. Misol Mustafa Islamoğlu deymiz, Mehmet Okyan deymiz, nurg'unlagan ashunda va boshqa Turkiyadagi ustozlar, andagi arablarning ichida hozir islohotchilar chiqyapti. U bizdanmi dahshat chiqyapti arablarning ichida chiqqanlari. Hattoki bizga namozning o'zini bor deyapmiz. Arabning ichida chiqqanlar namozmi yo'q deganlar bor. Bu qadar dahshat chiqyapti-da. Bizga nisbatan yangi bir nima bo'lganligi uchun biz hozir yig'ishtirib qo'yamiz. Bir kelkindek bir vahiyning qaytadan boshlanishidek bir kelkinning ichida qolgandek bir nima-da-chu. Shunga uningda hozir bixlab bir foydalanish yoki bexatar bir tuyg'ular qaytadan inchikka qarash va selishtirish qatorliqlarga bir jarayon ketadi ekan. Albatta. Faqat bu shu 1400 yildan beri deydi, 10 necha asrdan beri ustini bir qozonning tuğidek dumkab turib qo'yib, mana dunyo mushu degan bir qorong'ulikdan bir to'shik ochildi-chu. To'g'ri. Qur'onning nuri bilan bir to'shik ichilib, mushadan qarayotimizda, shu qarashdan tunji qitimliq nazardan biz vatan millatimizning istiqbolini o'ylaydigan yo'llarni ixtiro qilganligimizni men shunday tushundim. Sizlar taqdim qilgan programmalarda shunday bir himmat bor. Andan keyin ben boshqa turk qarindoshlarimizninki bu faqat Qur'on manbalik din nashrini asos qilgan fikr tushunchalardan bekirak millatni qutqizish, masala hal qilish tarafdori bo'lganliklariga bir nima badimda ig'irlik berganliklarini his qildim. Albatta. Chunki ya'ni tuki yo'q, ba'zan talash tortishlar bo'ladigan, albatta o'zining vazni bilan o'zining yerida to'g'ri, haqli. Biz onu xato demaymiz. Ammo bizga nisbatan yomonga yog'i yarashmas mushuk jumga degan gap bor so'zimizda. Bizga hozir nima lozim? Qanday vaqtimizda bu cheklik umrimizda qisqa bir yo'l bilan to'g'ri bir shaklda masalalarimizni hal qila olamiz va to'g'ri o'lisha olamiz degan bir izdinish, bir urinish, bir himmat bor aslida. Hozir mening ko'rganim shu. To'g'ri. Shu bu nuqtadan elib o'tgan chog'da sizlar tamoman birlarining keynidan mangan yoki birisining pechki bo'lgan avval meningcha yo'q. Hamda ba'zi bir kelimalar, ba'zi bir mazmunlarni tushunishda foydalangan yerlarimiz bo'ldi. Misol albatta unda bo'ladi. Shu Turkiyadagi bir necha ustozlarniki ba'zan nima shu haqda so'zlagan yerlarga nima qilib, masalan, Qur'on
jiq adamligini anlagandan keyin onun bir qism foydalanma aldigan gap endi. Undaq yami bo'ldi. Ashu Abdulaziz Bayındır bilan so'zlashgan vaqtimda u odam meniki qilgan tarjimamdan foydalangan yerlari bo'ldi. Mening bu odamdan foydalangan yerim bo'ldi. Misolda meni chaqirdiganim ashkuchu. Men bir ismini tillab haqorat qilishni o'rniga bir yer kelib, shu yerda suhbatlashsa, balkim uniki bilmayotgan bir yer bo'lishi mumkin, balkim meniki tushunmayotgan bir yerim bo'lishi mumkin. Shu yerda o'rtaq bir yer hammamiz etigimizni to'kkandan keyin u yerda bir oyat to'g'ri to'xtalgan vaqtda uni nihoyat mukammal bir tushunish imkon. mumkin. Misolda hamma odam uni qarta o'zining tushunchasini bergandan keyin her tarafdan bir tushuncha o'tirib chiqqan bo'ldi. Shu vaqtda mukammal bir o'zi tushuncha hosil bo'lishi mumkin edi. Men mushuning o'zi nima qilayli? Biz o'zi Sharq Turkiston o'limalari deb atalgandan keyin bu o'limalar birlik kelib, bir yer kelib, shu masalani hal qildigan, o bir o'zimiz tillash emas bu yerda. Masalani hal qildigan ishni qilayli desak, u odamni bu yerga nima qilmay, unidekin o'zi bizda ishni başlamasdinlar, bizni tillashga boshlab misol. Bu to'g'ri narsa emas-da. Masalan, shu Avstraliyadagi Abdusalom Qorining o'zini men hurmat qilgan bir odam edi. Aşı adam bizde hech qanday bir og'iz gap qilmagan vaqtning o'zida bizga ashu murtad murji degan hikoyani aytib ashar bizni haqorat qildi-da. O to'g'ri narsa emas bu. Buning uchun biz o'lima degan bu narsaga bu ismga loyiq bo'lishimiz lozim. O'lima deganni har qanday masalani bir yerda o'ltirib, chiroyli odamdek o'ltirib hal qilgan odamdan deydi. Nima deb biz hatto Yahudining olimlari bo'lsin, Xristianning olimlari bo'lsin, Buddistning olimlari bo'lsin, shular bilan choyni qushqib o'tirib, chiroyli gaplashib, masalani hal qila olishimiz lozim. Biz o'zimiz o'zaro ayrı qilib qolsin, boshqa o'zi sohadagi boshqa bir millat, boshqa bir dindagi insonlar bilan suhbatlasha oladigan, haqni uni bilan o'zi tortisha oladigan bundaq holatda ilmiy asosda tortisha oladigan bundaq holat bo'lishimiz lozim. Nima deb biz bir-birimizga haqorat qilamiz bu yerda? Bizning maqsadimiz nima bu yerda? Biz bu yerda bir pul talab qilyapmaymiz. Ya ular ketayotgan pulni to'sibamiz. Maqsad nima degan vaqtda millatga to'g'ri bir narsani anglatish va to'g'ri bir yo'lga yetaklash. Ya'ni bu yerdagi maqsad bu. Boshqa nima maqsadimiz oldu? Bizni tex yaqinda tex u bizning oqimiz kim baliq o'tirib chiqqan Abdurahmon Jamol deyotgan gapi. Bizni xoin chiqirib olamay jafoatqarlik. Sen özünlük kıvatqa işi qarab bak. Millet qanchalik ziyonlarni saldı tarixda Sango'shash molla qanday ziyonlarni saldı ve sen qanday ziyonlarni saldın. Aş ziyonni selishing bilan sen o'zing jinqa tortib bak, kimning xoinlik shu yerdan chiqaramiz. Shuning uchun bu yerdagi masala nima degan vaqtda bir-birimizni haqorat qilishning o'rniga chiroyli misolda bir yerda o'ltirib, masalani o'zi tortib chiqqan vaqtda hamma narsa o'tirib chiqadi. Nima deb biz bunday qilmaymiz? Şoňa bu hazır gipin qilib qoldik. Abdurahmon Jamol va bir qancha odamniki ulama hamda mushu gapni qilmasligi lozim. Men shunday o'zim qilim bu hammamiz bir qarindosh insonlar, dadimiz bir, bizning dadimiz hozir eshib ketyapti, Xitoyni qilayotgan zulm bizga oz emas. Bundaq bir vaqtning ichida bir-birimizni haqorat qilib, oqimizni g'ajash, tillash bu faqat insoniy axloqqa to'g'ri kelmaydi. Biz şunun için bu yerda nima qilishimiz kerak degan vaqtda millatga to'g'ri yo'l ko'rsatish uchun mening rost deganni tashlab qo'yishimiz kerak. To'g'risini to'g'ri, xatosini xato deya oladigan kimning bo'lsin. Meniki bo'lsin, ya boshqasining bo'lsin, yana boshqasining bo'lsin, kimning bo'lsin, to'g'ri gapgan bo'lsa, uniki to'g'ri, xato bo'lgan bo'lsa, xato deya oladigan bir Qur'onni sepib turib, amaliyotga sepib turib o'zi bir nima qilishimiz lozim. Biz müştakka vaqtda biz ilgirlay olamiz. Bo'lmasa nima uchun biz bir-birimizni haqorat qilamiz? Nima uchunimiz bor? Abdurahmon Jamol o'limning hech qanday ya oldi odam yo'q. Ya men uni bir kuyug'lagan yerim yo'q. Nima deb bu ishni qilib bu? Endi beshini ichiga tiqib tashtak jim turib olganlarga qaraganda maydonga chiqib xato bo'lsa chamayotganlarga yana men biroz hurmat qilaman deb. Mening biroz hurmatim bor. Jigirim bor ekan deb. Ammo uslub va usul jihatlarda bu qarindoshlarimizda ko'rilgan xatolik nima bo'ldi desa, har qanday bir yangilik gap o'tirib chiqqan zaman ko'ni xo'jinda 1000 yillar ilgariki ustozlardan anglab olgan o'lcham bilan jugurab chiqib, buning hukmi bu.
deplam eyplep ketishga aldirab ketdi. Bu unda emasken bu. Şu muş meselede samimiyet bilan yana qarindoshlarimizning qayta qarab chiqishini men shu munosabatlarni tavsiya qilib qo'yman. Endi hozirga qadar qarindoshlarimizdan nurg'un inkoslarimiz bor. Bu bizga salom qilganlarning ta'rif sunib ketadigan munosabatini uzmaganlarning aqidasi dal ketadigan bunday hukmlar bilan tartiblashtirilayotgan bo'lganligi uchun nurg'un qarindoshlar naq maydonda bevosita savol tashlaydigan yoki telefon qilib o'zining yurak ifodalarini bildiradigan yoki sotsial medialarda maydon o'qib ma to'g'ri bo'ladi ma xato bo'ladi deyiladigan nimalardan himmatlardan uzoqda yana sukut ichida yashayotidi. Ularning iymoni o'zi ko'rgan to'g'ri yo'li shunchalik o'xshaydi vallohu alam. Ba'zi qarindoshlar bor, lekin ochiq oshkora hammani o'tirib qo'yib, nima ko'rgan bo'lsa, nimani anglagan bo'lsa, yoki tushungan bo'lsa, o'rtoqlashyotgan. Ulardan Alloh rozi bo'lsin. Biz bo'lapmi bu maqsad muddaoda o'xshashlik bir nuqtamiz shuki, Kirim ustozimiz shundoq. Ya'ni o'z vaqtida bola vaqtlarida, ya'ni maktabda o'qiyotgan vaqtlarda Teklimakanning jangallarida eshak karvasiga o'tin to'shib kelayotgan Uyg'urlar bilan mashinaning oldida yo'g'on tonliq ko'maklarni cho'qib o'tirib, rahat ko'rayotgan Xitoylarning o'ttirsidagi farqdan boshlangan millatni qutqizish ideyasi, eni millatning tortayotgan zulmlarga bo'lgan yuragining og'rishidan Kirim ustoz bu yerda bir izdanish ilib borgan. Ash izdanishning natijasida axiri 1400 yıldan beri kallamızga sığdırılgan Araplarning urf-odatidan tortib, bütün to'g'iz suydiklaridan tortib hamma narsani sunnat deydigan bu qarashning xato ekanligiga boshlab kelgan ekan. Buningmi fidoyilar ekrani orqali Kirim ustozdan qo'l tutishib, mushu fikrni millatninki qutulishga sabab bo'ladigan bir yo'llardan biri ekanligi. Hech bo'lmasa Suriye qatarlıq başqa yerlerden cennet izlep ketiştek milletning energiyasida energisini xurtadigan bir to'shikninki itlik qilishiga ba energiyani millatning o'zining xalqining o'zining vatanining istiqboliga bag'ishlaydigan otaydigan bundaq bir yo'llarning ichilib qilishiga sababchi bo'lib qoladi ekan degan umid bilan men shu millatga bo'lgan mening bir izlanishim Kirim ustozninki izlenişler uçuş orqali oxiri Qur'ondan nazar programmasi ro'yobga chiqib, bu davom qilib oxiri bir nuqtaga kelgan bo'ldi. Bo'libmi Uyg'ur tarixida ba'zan qarindoshlarimiz shunday debdi. Uyg'ur tarixida Qur'onni manbalik din tushunchasi bilan dinni millatning manfaatini alizadigan nuqtada eng yaxshi tushundirgan ustoz deganlarmi bo'libdi. Hamda her qanday bir millat Qur'oni Karimdan o'z millatini o'zidan boshlab o'z millatini vatanini qutqizishni Qur'oni Karim orqali shunday o'zi qutqizib kelgan tarixda payg'ambar alayhisalom shunday qilgan. Ham bizchi degan vaqtda ashundan ulg'aygan vaqtida bizmi Qur'oni Karim orqali o'z millatimizni vatanimizni qutqazsak to'g'ri bo'lganligini ko'rsatyapti-da. Shuning uchun bu yerda Abdulaziz qarindoshimiz bir nimani yozdi, Alloh rozi bo'lsin. Bütün peygamberler Allah'ın kitabı esilgan, Peygamber Aleyhisselam en eşeddi Kur'ancıydı. Zaten Peygamber Aleyhisselam Kur'an'dan başka neresi esilişken yol koyulmagan. Onun için birinci derdi Kur'ancıydı o. Allah bizge Kur'ancı degen namını belgenige şükür deyimiz aşı insanların ağzı arkalık bizge Kur'ancı degen nam koyuluptu. Bunu min şükür deyimiz. Hem bütün özü insanlarımızın özüne Kur'ancı buluşqa, eğer öz dinine itiqat qılgan bolsa, Kur'ancı oluşqa ve Kur'an arqılıq öz milletimizni, vatanimizni qutqizishqa ve Kur'an arqılıq özümüzün milli ruhin tirildirishga, madaniyatimizni tirildirishga, yolning bağlılığı işinishga chaqiramiz. Kur'an-ı Kerim her milletni millet sifatida qaraydi ve millet yashashqa buruydi ve millet sifatida o'ziniki faydası için iş qilishga buruydi. Mesela Bani İsrail'la Allah va'da qilgan tuproq degan bir so'zi var.
Aşı Palestin'in özünü Allah bizge bergen, Allah bizge va'da qilgan tuproq deydi de. O va'da qilgan tuproq deganda nima endi shu vaqtda? Rost va'da qilganmi degan vaqtda Qur'oni Karimning ba'zi mazmunlari qargan vaqtda va'da qilgan deyishki bo'ldi. Nima degan vaqtda har bir millatniki tuprog'i Alloh tarafdan va'da qilingan. Qanday degan vaqtda masalan bizning tuprog'imiz ajdodlarimizdan meros qolgan. Meros deganda Alloh taolo tarafdan o'zi mushu ota-onani qilib qo'ygan narsa sen olsang bo'ladi deb va'da bergan narsa. Uning uchun bizniki vatanimiz desa nima ajdodlarimiz tarafidan bizga o'zi qilib qo'ygan bir tuproq Allohdan o'zi Qur'oni Karimda meros deb yozilib ketgan narsa. Shuning uchun bizga va'da qilingan narsa. Bizning vatanimiz bizga va'da qilingan tuproq qatori hisoblanadi. Aşı o'zi Yahudilik aşı nemisini o'zi biz tahlil qilgan vaqtida biz o'zimizga berilgan, o'zimizga va'da qilingan bu tuproqqa o'zimiz ega bo'lish, uning uchun kurash qilish bizning majburiyatimiz, vazifamiz. O'zimizning bu millatini qutqizish, milliy ruhimizni o'g'itish va milliy tafakkur qilish. Ya'ni milliy mafkura deydi. Milliy tafakkur qilish nima ro'yobga chiqish bu o'z bizniki vazifamiz. Shuning uchun har narsani Arab tuprog'ida o'qigan odamlar arabcha tafakkur qilib, boshqa yerda o'qigan boshqa tafakkur qilish emas. Nerede o'qisak o'qiyli, lekin u har qanday narsani biz Uyg'urcha tafakkur qila oladigan, Uyg'ur nemis bo'yicha uni tushundigan, Uyg'urlikning o'zimiz o'zi boshqa millatdan o'zimizni ustun qo'ymagan taqdirdami? Uyg'urlikni birinchi o'ringa qo'yib turib, shu Uyg'ur uchun, Uyg'ur vatani uchun, Uyg'ur millati, ya'ni millat sohasida birlashish uchun kurash qiladigan bunday bir holatni shakllantirishimiz lozim. Bu aslo o'z Qur'oni Karimga zid emas, hatto Qur'oni Karim buyurgan bir narsa. Eğer biz özümüzdeki milli kimligimizni yo'qotgan vaqtda Alloh taoloning Qur'oni Karimda sizlarni biz millat qilib yaratdik degan o'zi bu Alloh taoloning yaratgan narsaning o'zini biz yo'qotib qo'ygan bo'lamiz, Allohning omonatiga xiyonat qilgan bo'lamiz. Shuning uchun biz bu sohada o'zimizdagi milliy kimligini unutib qilish, uning uchun kurash qilmaslik, vatan millatimiz uchun kurash qilmaslik bu o'zi vatan millatimizga va Alloh xiyonat qilganlik bo'ladi. Men mush xiyonat qilmaslik uchun biz Qur'oni Karimda hozir Qur'on nazar programmasida so'zlayotganimiz mushuni asos qilib butun shu programma hammani ko'rsa, mayli uni nima bo'lishini qat'iy nazar eng oxirgi hisobda biz vatanni, millatni qutqizishdan iborat. O soha ikkinchi tarafga o'tsa milliy ruh, milliy birlik. Buni asos qilgan holat so'zladik. Bu bizga nihoyat muhim. Qolgan narsa vatan qutqazgandan keyin bo'ladi. Ammo boya biz qisman gaplar qildik, o qarindoshlar eg'rilish qilib kerak yo'q. Ammo biz inson bo'lsak, bir-birimizga chiroyli so'zlashishning o'zini, chiroyli gap qilishning o'zini odatga aylantiraylik. Bir-birimizni tillamaylik, haqoratlamaylik. Hammamiz o'zi Qur'oni Karimga hammamizning eslashini Alloh nasib qilsin. Hammamiz Allohning oldida Qur'onchi bo'lib qolgan bütün narsalarni Qur'onga selish orqali to'g'ri kelganiga, to'g'ri kelmaganiga xato deydigan bir o'zi hukmni chiqarolg'idek bir o'zi ilm berishga Allohdan so'raymiz. Vatanlik vaqtlarimiz shu hisobda shu 2000 oldi keyindagi masala inshaalloh. Voy, nima deydi, subhanallah. Kanadaning vatandoshligini elib o'tirashga tutib kirib ketdi-ku. Hüseyin Celil. Hüseyin Qarim ezib ketibdi. Demokratchilar ketibdi degan gaplarni anglaydik. Shu yillarda, 2000-yillarda. Va nayt echingan edik nayt. Endi orliqdan 25 yil o'tgan chog'da biz yana ezib ketganlarning tizimligida millatga tunishtirildik. Amaliyotda bugungi kunda tarix keynimizga inib qolgan vaqtimizda Hüseyin Qarim ozmabdi ekan. Boshqalar ezibdi ekan aynan. To'g'ri. Ozg'on o'g'ri bijana qilib, to'g'rining kishini yurayotgandek ishlatdi. Astag'firullah, kulki emas. Ochiqdan kulyapman-da, men ichim qonmish debdi. Ya'ni millatga kim ozdi deganlar, ya'ni yarim asrdan keyin betni qaytadan o'rib, keyinga qayta qaraydiganligiga, ya'ni shunda ishondim men. Yashaganlarimizdan.
Ve şunun bilan birga bugun o'zini taqvo sanaydigan, o'zi chaqingan mollalarning og'zidan chiqqanlar ilohiy buyruq deb hisoblaydigan, Xitoyga kuchi yetmay achchig'ini chiqarolmaydigan, achchig'ini chiqaradigan bir adres izlab yurgan ba'zan nodon qarindoshlarimizga bizni manba qilib yoki nishon qilib ko'rsatib berganlarmi yo'q emas. Endi uni mayli yozma shaklda bo'lsin, mayli og'zaki til jihatdan bo'lsin, mayli ko'zidagi nafratlardan ifodalansin, hammasi bir o'z vaqtida Abduqodir Damallamni o'tgan, o'z vaqtida Hazreti Ali'ni o'tgan misolan. Shularning hammasi o'zini taqvo sanaydiganlar edi. Doğrusu o'g'illar shu chog'dagi shularning mollari edi. To'g'ri. Mana shunda qarindoshlarimizning o'zini taqvo va iymonini isbotlaydigan bir furstiga aylantirib qo'ydigan ehtimolliklar yo'q emas. Bunda narsalarga chiqaryapmiz. Hatto qo'ldan kelsa chanab purkib etkisi kelganlarmi va ichida shuni g'um kutayotganlarmi yo'q emas. Ama bu yo'lda biz butun dunyo qo'rqayotgan Xitoyning qarshisiga chiqib yillardan beri bu inqilob yo'lida ketyapmiz. Bizga o'lim qo'rqinchi bilan yoki bilan qo'rqitilmaydiganligiga biz o'zimiz ishonamiz yani. Ne aytgansa o'ttirib o'tadi. O'ladi yani inson. Qo'lidan keladigan u. Ammo o'lsakmi biz to'g'ri haq ustida o'lamiz deganga ishonib ketyapmiz. Endi shu xato adres, yani xato fikr iddiasi bilan bizga yo'llantirilib qo'yish ehtimolligi bo'lgan nodon jamoatlarimizga, nodon Uyg'urlarimizningki aldiraqsallik qilib, ba'zan nodon xatoliklarni sodir qilib qo'yish ehtimolligi bor. Bugun shu tarix nimasidan bir yurak so'zlar bo'lsa, bir dislar shuni bir barabar anglaydigan bo'lib qoldi. Yani shundoq bir qarindoshlarimiz bo'lib qolib qolsa, ularga qanday bir tavsiyalar bor? Bizniki shu fidoylar ekronni mag'dirayotgan misol sizlar, men, Abdulaziz qarindoshlar, shularniki va bunga o'xshagan nurg'unlagan bizni qo'llayotgan insonlar bor. Shularning hammamizniki maqsadi nima degan vaqtida, maqsadimiz aslo biz millatimizdan bir insonni, vatan millatni satgan xoindan boshqa hech qanday bir insonni yomon ko'rmaymiz, dushman sanamaymiz. Ularning qilgan ishiniki to'g'ri yoki xato qilgan ishlari bo'lishi mumkin insonlik sifati bilan. Ammo bular qilgan ishiniki to'g'ri xatoligiga, vatan millatga qilgan ishi nima qilib, sog'an foyda ziyonlariga qarab o'ziga baho berishga to'g'ri keldi. Shuni o'zini qilib beqish lozim. Ben şu 2008'den başlap kılınan təbliğini bırak or bilimi kimning təbliğ qandığını xalacıq adamda xəbərim var. Men aş insanlar nurg'unlagan insonlarning o'zini vatandan nima qilib o'lishiga sabab bo'lgan mundaq ishlar mavjud bo'ldi. Hamda hozir nurg'un bizning askarlarimiz oldu deb uni faxrlanyapmiz. Ular vatanga foydali bo'lishini umid qilamiz. Foydali bo'lmasa u nolga teng bo'ladi. Shuning uchun bu yerdagilar nima degan vaqtida yig'ib aytgan vaqtida bir-birimizni tillashning o'rniga, bir-birimizni tadqiq qilishning o'rniga bir yerga yig'ilib, tushunmagan masalalarning o'zini chiroyli o'ltirib, qapoqni turmay turib, bir-birimizni so'rab, savollarni qo'yib, shunday o'zi hal qilishning o'zini orzu qilaman men shaxsan. Bu zaten bu sohaga chiqqan odamning hammasini o'rtaq o'zi bir nimasi. Chunki bu Qur'on o'tirib chiqqan odamlar unchalar qo'rqinchoq odamlar emas. Payg'ambar mana jasoratli bir kichik payg'ambar alayhissalommi insonlar anglamagandan keyin johil insonlar orasida to'yib ketib, tog'ni o'zini etib olsin ketdi shu vaqtda Qur'onda bor bu to'g'ri oyatlar. Bizga u qadar endi og'ir zulmlar bo'ldi. Lekin bu zulmni bir-birimiz qilmasligimiz lozim. Biz o'zimizning dushmani yetib eshib turibdi. Shuning uchun haqni izlaymiz desak, zaten Alloh taolo Qur'oni Karim debdi, Qur'oni Karim to'g'ri tushunsan, haq shuning debdi. Shuning uchun biz Qur'oni Karimni tushunaylik. Tushunolmagan ba'zi yer bo'lib qolsa, bir-birimizni so'rash ayb emas.
bir odam degan odam bo'lish sifati bilan uning o'zini xato tushunib qolgan ishlar bo'ladi yoki bir mazhabning oqsiga kirib xatolashib qolish ehtimoli bo'ladi. Bu hech qanday ayb ish emas u. Ammo mening rost deyish bu to'g'ri narsa emas. Rost bo'lgan narsa Allohning kitobi. Biz shuni to'g'ri tushunsak, to'g'ri kishilarga yetkazsak, bu nihoyat yaxshi bo'ldi. Hamma nima diniy olimlarimizning hammasini Qur'oni Karimga chin eslashini va Qur'oni Karimni to'g'ri tushunishga tirishishini o'zini umid qilamiz. Hammasiniki Qur'onchi bo'lishini o'zini chin qalbimizdan umid qilamiz. Chunki Qur'onchi bo'lish nihoyat sharafli bir ish. Alloh taolo hammamizni Qur'oni Karimni ko'rsatgan yo'li bilan minishga, Qur'oni Karimni aynan tashviq qilishga nasib qilsin. Amin. Bir kardeşimizden suali amanetli ben soru ötey. Doğru xatoning ölçümü elbette netice bilan ölçülündü o. Undaqda milletimizden bugungi alg'aga tushib qolganligidan mangan yo'lning xato ekanligini dalillash mumkin. Sizce siz mushuni qanday qaraysiz? Debdi. Alamet doğru gapti. Biz onun için o'tirg'i chiqdik. Shu sebepten bizning bu an'anaviy din insonlarimizni tamoman patqoq tiqinbek pattirib vayron qilayotganligi uchun bu o'z vaqtida arablarni qutqazgan, arablarga davlat qurg'izgan bir sistemani aynan insonlarimizni tushuntirishimiz kerak deb o'tirg'i chiqdik. Ashqarimiz tushunibdi bir narsani o'zini. Misolda Alloh rozi bo'lsin. Bu Qur'onda zaten şu Sure Ali İmran'ın 5'inde Huden lil muttaqin deb oxirisi shu nima yuqimuna salata va mimma razaqnahum yunfiqun deb oxirisi kelgan chaqda ulayki ala huden min rabbihim va ulaykumul muflihun deydi. Bir insonlar o'ziniki to'g'ri yo'lda ekanligini kishilarga to'g'ri yo'lda ekanligini isbotini ko'rsatmoqchi bo'lsa, nimani ko'rsatish kerak degan vaqtda netinchini ko'rsatish kerak. Netince eğer g'albilik oxirlashgan bo'lsa, u odam o'zi to'g'ri qilgan bo'ldi. To'g'ri qilgan bo'ldi degan. To'g'ri yo'lda mangan bo'ldi degan. Agar u odamniki ishi mag'lubiyat bilan oxirlashgan bo'lsa, yana men to'g'ri qildim deyishi u butunlay kulkilik bir ish. Bizda bir gap bor, aslida yetib el qopsam yomon qilaman, el qopsam yomon qilaman degan bir gap bor. Ashuna o'xsh bir narsada bu faqat bir mantiqim tushmaydi. Biz hazır ben mağlup bu müşahalat geldik. Yanım muşu neyse doğrudu. Muş kelnekler özü müşahalatı. Enelimi İslam doğrudu. Dep yan aşırı esnelişimiz. Bu fakat insanlarınki aklını ötmeydiğen bir neyse. Eğer aklı bağ insanlar olsa bu hata bu diyalış gerek. Kani biz kalbi kayada. Biz hiç kadar kalbi erişemedik. Demek ki bu yol hata. Diyalış lazım. Şunun için bu kardeşimiz aşırı düşünüptü. Allah razı olsun. İnsandaki kılan insan erişken netince o insandaki mangan yolundaki doğru ya hatalığını ispatlayan bir ispat. Eğer biz yaxşı bir netince erişken bolsak, biz doğru yolda menettikemiz diyen oldu. Eğer biz yaxşı netince erişemez, ziyan koşurgan bolsak dese, yolda doğru mangan baktık diyen bir gap oldu. Mesela adet ticaret kısakmış şu ticarette o'zi bir yo'lni xato qilib qo'ysak, bir narsa xato qilib qo'ysak, tijorat ziyon chiqaramiz. Agar uni to'g'ri hisoblab qilgan bo'lsak, foydamiz to'g'ri qilganlik, ziyon tortganimiz xato qilganlik isboti. Biz shu vaqt shu natija 100 yildan beri ziyon tortib ketdik misolda. Yana kep, yana shu yo'l to'g'ri desak, yana bundan keyin shu ziyonni davomlashtiramiz degan gap bo'ldi. Shuning uchun biz xalqimizga biz deydiganimiz nima desak, o'tmishdan ders chiqarishimiz kerak. Zaten tarix ders chiqarish uchun yozilgan narsa. Hozirgi zamonimizni nihoyat yaxshi tushunishimiz lozim va bundan keyin nima qilishimizni nihoyat yaxshi o'zi bir nima qilishimiz lozim. Nima tafakkur qilishimiz lozim. Ya'ni bundan keyin nima qilamiz? Nima qilsak to'g'ri bo'ladi, misol. Buning o'zini biz nima qilishimiz lozim. Shuning uchun burunqi hozirgi selishtirgandan keyin kelajakka bir nishon chiqadi. Bunu nihayet yaxshi tushunishimiz lazım. Davamlı qilqi mag'lub bo'laversak men oxirsida yana mush mag'lub bo'lgan yo'l to'g'ri degan gapning o'zi hozirgi mush mollamning deyotgan gap shu. Naq. Qur'onda necha takror qilindi-ku. Aşlı yo'lda halok bo'lganda ashada yana ash yo'lning o'zini to'g'ri deyapti.
ata bobamızning yo'li to'g'ri deyapti. Ashunday o'z ata nima hech qanday ular foyda ololmagandi degan nurg'un oyatlar bor. Demak, bu narsa nima degan vaqtda, masalan, g'arb davlatlarini misolga olsak, bular garchi xristian bo'lsa-mu, yo'lni to'g'ri qiliqliq. Uning uchun bular foyda ketyapti-da. Biz musulmon deb turamiz, mu'min deb turamiz o'zimizning o'zini. Tutgan yo'limiz to'g'ri bo'lmaganligi uchun biz tortgan ziyonni davomlashtiryapmiz-da. 10 yıl torting, 20 yıl torting, tamam. 100 yıl, 200 yıl, 300 yıl tortgan ishim bo'ladi dunyoda. Demak, bu yo'lni bu yo'lni oxirlashtirgan zamonimiz keldi. Yo'lni yangilash, ya'ni to'g'ri bir yo'lni o'zimizga bundaq bir yo'l vaqti keldi bizga. Mundaq bir savol aqldan kechdi, aqlimga xiyonat bo'lmas uchun so'rayman. Agar g'alaba qilish o ishning uning qilayotganining to'g'ri ekanligini isbotlaydiganlik nuqtai nazaridan qaragan vaqtimizda Xitoyning bugungi g'alabasi uning qilayotgan ishlarining to'g'riligini isbotlamadi. Hem onunma şu nurgun to'g'ri ishlari borda tirishidi o ishga. O'ziga nisbatan, ha? O'zining maqsadiga nisbatan. Bir narsani qilgan vaqtda xalqaro bozorning o'zini nima o'tadi, nima o'tmaydi, nimani qila oladi, o'sha narsani hammasini to'g'ri xulosalab turib qilgan gap. O höpüp qo'shashi tavakkul, g'o'z deb qilgan bir ish yo'q u yerda. Xitoyniki nurg'un mutaxassislar bor, o'qigan odamlar bor. U faqat bizning dushmanimiz bo'lib qolganligi uchunlar uni butun qilgan xato bo'lib ketmaydi. Biz agar to'g'ri ishni qilgan bo'lsak, u vatanimizda bo'lgan bo'ladi, vatanimizni mustaqil qilgan bo'ladi. Hozir bu gapni nurg'un odamlar meni bu Xitoyni maqtayapti deb laqab qo'yib qo'yaverdi. Ammo bu bunday emas. Demak, bu yerdagi narsa nima degan vaqtda o'zimizniki tatgan ziyon foydasini o'zi turishimiz lozim. Ziyon zaten o'zi bizniki tutgan yo'limizning xatoligini isboti. Hozirgacha shunchalik ziyonni topdik. Bu zoti shunchalik eg'ir xatolikni o'tkazganligini aniq isbotlash kerak. Xo'sh, u daqda Xitoyning xato chunki tajovuz qildi, bizga zulm qilyotdi. O ziyon, uning Xitoyning tortadigan ziyoni qachon? Uni bilmaymiz. Ham bu yerdagi narsa nima degan vaqtda Xitoyning xato qilgan nima degan vaqtda Xitoyning xatoligi bizga zulm qilganligi xatolik. Xitoyning eg'ir xatoligi, jinoyat bu o'zi. Aldi. Bizning xatoligimiz yo'q degan vaqtda to'g'ri harakat qilish orqali vatanimizni, millatimizni to'g'ri usulda qutqizolmaganlik. Misol. Bu bizning xatoligimiz. O zaten amaliyotda shu chiqib turdi-ku. O Xitoyniki hozir qatlam qilib, misol millatning o'zini bunday qilishi, o bizning vatanimizni besib olishining o'zi bu bir xato biz uchun bir jinoyat Xitoyniki. Xitoy o'zi unda qaramaydi, lekin o bizniki ayrim davlatimiz bo'lgan, millatimiz o'z ayrim bir madaniyat bilan yashagan bunday bir millat Xitoyning besib olishi tajovuzchilik. Tajovuzchilikning o'zi bu jinoyat. Qur'oni Karimda vallohu la yuhibbil bul nimalqi mu'tadil oyatlar bor. Tajovuzchi yaxshi ko'rmaydi deydi. Demak, men bundan so'rashim, yashab atrofdagi insonlarga yaxshi qo'lim qo'shni o'tish bu Alloh taolo belgilagan bir belgilama. Agar uni buzgan vaqtda u yerda bosh og'riq saqaymaydigan gap. Xitoyning bosh og'rig'idan saqaymayotganligi nima desa, boshqa millatlar tuprog'ini besib olishdan iborat bu tajovuzchilikni qilishi u Xitoyniki xato qilganligi shu. Nurg'un davlatlarda milliy masala hal bo'lmoq nima uchun degan vaqtda osonlik millatlarga zulm qiliq. Bu zulmning o'zi nihoyat eg'ir xatolik. Endi tarixda Qur'ondagi manbalarga nazar qilgan vaqtimizda Firavun, Lot, Musa qatorliq ismi kechgan voqealiklarda shu zolimlarning vayron bo'lganlik tarixi so'zlanadi-da. Endi shu Xitoyning bir zolim bo'lish sifati bilan, tajovuzchi zolim bo'lish sifati bilan uning halokati qachon? Uni halokati qachon degan vaqtda, masalan, Fir'avnning halokati bo'lgan degan vaqtda Bani Isroilni qutqizgan qahramon, nihoyat irodali, jasur bir o'zi lider, payg'ambardan Musa alayhissalomdan iborat bir lider o'tirib chiqish orqali ularning o'zini shunday yetaklab, ashnaqa tig'imga qarshi turib, ashunday qutqazganligi oxirida shu Fir'avnniki mag'lub bo'lishini keltirib chiqardi. Endi bu yerda mo'jizalar-chi? Bizga kelgan vaqtda bizning ichimizda ashunday qahramon, jasur
aqlliq ashundaq liderniki o'zini vatan millatga atagan, hech qachon vatan millatni foydalanishni maqsad qilmagan. Vatan millatni bozorga solib, dasmiy solib turib, o'zi foydalanishni maqsad qilmasdan, barlig'ini vatan millatni qutqizish uchun atagan liderning o'tirg'i chiqishi va millat shuni himoya qilishi bilan ondan keyin o'zi Xitoyniki mag'lubiyati shu vaqtda bo'ladi misol. Bo'lmasa u biz kech quruq duoni qilish bilan Xitoy o'zi mag'lub bo'lmaydi. Bizniki jasoratimiz bo'lishi kerak va u Xitoyni qo'lda qilib qolgan nurg'un millatlarniki o'rtaq o'zi harakat qiladigan bir o'zi bizni nizom jasorat bo'lishi kerak. Shu vaqtda Xitoy mag'lub bo'ladi misol. Biz hech qanday ish qilmay turib lekin u yerda Xitoy mag'lub bo'ldi, beko'sa ilohim beko'sa mag'lub bo'lar, shu vaqtda vatan kirimiz deganning o'zi uxlab tush ko'rgan bir o'xshash bir ish. Vatan ozod bo'lsa deb qo'ydi. Vatan ozod bo'lsa degan odamnikiga tukugim keldi meniki. Vatanni ozod qilsak deyish kerak u yerdagi narsa. Ya'ni bu yerdan xulosalashga bo'ldiki, hech qachon zolimlar yo'qolmaydi, yo'qotmoqchilik. Albatta. Bu yerdagi eng og'ir narsa nima degan vaqtda inson zulmni qabul qilish bu bak og'ir narsa-ku. Ha. Bizlar kunib qilish deydi-ku. Ha. Bir Xitoy hozir shu nimaning o'zini har oilaga bir talni Xitoyni qo'yib qolgan vaqtda shundaq o'z nerimiz kunda namoyish qilgan ayda bir holat shakllangandi. Hozirchi degan vaqtda oyda bir qatim namoyishni chiqmaydi. Unda qarasam Facebook'ga. Nima uchun? Kunda bu. Yani eng o'zi zulmga kunish bu eng og'ir jinoyat. Shunga zulmga qarshi turish ayrı qilib qolsin, uni ko'nganlikning o'zi nima desa, o'ziga o'zi zulm qilganlik bo'ldi. Buning o'zini Alloh taolo eng og'ir ko'rgan bir ish. Bu Qur'on jihyadi bor, o'ziga o'zi zulm qildi degan oyatlar bor. O'ziga o'zi qanday zulm qildi? Masalan, shunga zolim qarshi turish irodasi sungandan keyin inson o'ziga o'zi zulm qilgan gap. Uni faqat irodalik jasur ashundaq yetakchi bo'lish lozim, millat davomli o'g'aq turish lozim, qarshilik qilish to'xtamaslik lozim. Qanday usulda bo'lishni qat'iy nazar. U vaqtda o'zi o g'alib bo'lgan gap. Biz o'zimiz harakat qilmay turib, qanday Xudoy bir kun qilib bera yoki Xitoy o'zi o'rilib ketadi. O Xitoyniki yo'lni to'lamasa qanday Xitoy o'rildi masalan. Shunga biz o'zimizni masalan shu dinni so'zlagan vaqtdami millatni, vatanni qutqizishning o'zini. Yani Qur'on zaten her millat o'ziniki vatanni o'z millatini qutqizib, shu yerda adolatni tiklash uchun Qur'on buning uchun tushgan kitob bu. Butun insoniyatga adolatni tiklashni tavsiya qiladi. Uning uchun biz vatanda bir adolatni tiklasak, vatanni ozod qilib, Alloh taolaniki dinini, yana islomdan iborat o dinni ash vatanda tiklagan bo'lamiz. Yani bütün dünya cemaatinin içindeki bir partisi bo'lgan vatanning o'zida adolatni tiklagan bo'lamiz, islom tiklagan bo'lamiz. Onun uchun buni o'zi har bir millat o'ziniki vatanni qutqizish uchun kurash qilish, to'g'ri yo'l bilan Qur'oni Karim ko'rsatgan yo'l bilan kurash qilish, o o'zi Qur'onni shaxsiylashtirgan yoki millatlashtirgan bo'lmaydi. U Qur'ondan to'g'ri foydalangan bo'ladi. Tamam. Endi hozirga qadar Uyg'urlarda shu dinni haliqidek rivoyatlardan o'rgangan, qissasul anbiyoning hikoyatlaridagi Alining qilichi, G'avsul Azamning duolari misolida xislatlari qatorliqlardan ishib, undan keyin Mahdiyning kelishi, Isoning tushishi deydigan g'oyibona bir umid bor-da, olvun bor. Buni biz munosib darslarimizda İsa alayhissalomning o'lib ketganligini, Mahdiy degan bir zotning tushmaydiganligini, nim bo'lsa o'zimiz qilmoqchilik bu ishdan hal bo'lmaydiganligini deb o'tib ketdik. Hozir munosabatlar yana chiqdi. Yana qarindoshlarimizning shamiga eskartma bo'lsin uchun takrorlab qo'yamiz. Ya'ni shuningdek tarixdan buyon biz o'rganib o'tgan, bizning kollarimizga singdirilgan Qur'onga tamoman yondosh ilib bilib, Xudo Allohning dini mushu degandek qilib ko'rsatib, yolg'ondan bir din o'ydirilib chiqarib, bu dinning ziyonkashlikka uchraganligimizni hozir shu Qur'on manbalik din tushunishdan keyin jazmlashtirdik, aniq tushundik zaten uqdik. Endi oxirgi bir nimalar bo'lsa olsak, ba'zan qarindoshlarimiz ba'zan savollar ketyapti, ammo ular savollarni so'g'dirsak, nima qilamiz? Masalan, savolda biraz g'alatlik bor, ammo so'rab boqay, amonat. Ya'ni chunki hozirga qadar
ekranımızga sual yazıvatkan qardaşlarımız bek köp bolmaganligi uchun hürmeten qilish uchun so'ray. Agar javob muvofiq deb qarasa javoblaydi, bo'lmasa atlab o'tib ketamiz. Deydi, nima ishqa millionlagan xalqimiz o'z bilmaydigan, tushunmaydigan tilda bir narsalarni jo'ylib namoz deb jaynamaz ustida harakat chiqarib qo'yib, uni ibodat deb ataydi. O'zining nima deyotganligini bilmagan holatda arabcha tovush chiqarish qandaqsiga ibodat bo'ladi deb so'rabdi. Endi bu Qur'oni Karimdagi ro'yga asosan o qarindishimizdan Alloh rozi bo'lsin. Nəhayət yaxşı bir sual. Aslida Qur'oni Karimning o'zidimi sizlar namozga turgan vaqtida nima deganligini bilgidek bo'lgan turinglar degan o'zi oyatlar bor. Buning o'zi nima desalki masjidga olat nima araqchi bo'lgan deb qaraydi. Bu yerki masjid faqat aroq ichgan odamga qaratilmaydi. U yerda nima degan vaqtda u yerda namozniki mohiyatiga qarag'imizdimi aqimis salati li zikri deydi Qur'on. Namozni meniki zikrim uchun o'qi deydi. Bu nima degan gap degan vaqtda mening zikrim deganning o'zi men Qur'oni Karimda zikr qilgan amr farmonlarni esingda saqlash uchun namoz o'qi degan gap bo'ldi. Çünkü o namazın özüne adetki mandaqı biz o'qiyotgan namozdek namozmi namoz o'rtirib, o'ltirib yotgan holatda Allohniki koinot haqidagi, Alloh yaratgan koinot haqidagi koinot haqida tafakkur qilishning o'zini Alloh taolo namoz qatoriga kirduganda. Çünkü bu yerdagi bu nuqtadan qaragan vaqtida Qur'oni Karimdagi namozniki nemasiga qaragan vaqtida bilmagan bir narsani yana tushunmay turib mana shu vaqtda tushunmay turib bir narsani o'qishlikka hech qanday ahamiyatning bo'lmaydiganligini ko'rsatdi. Ondan sonra nurg'un qarindoshlarimiz bor hozir. Mana bu kuyning o'z namozni andaqdi deydi. Qur'on qarisin. Misolda Qur'on qarisa o'qi deyotgan narsani bilmay turib qilishlikka hech qanday ahamiyat yo'q. Shuning uchun uni shu bilib turib o'qish lozim. Qur'oni Karimdagi buyruqqa asosan. Arabchani bilmayman desa, Uyg'urcha tarjimasini o'qisin. Ya bo'lmasa Alloh taoloning koinot haqidagi koinot haqida Alloh taoloning o'z qudratining o'zini tasavvur qilib, masalan, shu qatorda o'z Uyg'urcha Alloh taoloning qudrati haqida bir narsa o'qisimi namozda bo'laveradi. Nima uchun degan vaqtda namozda nimani o'qish to'g'ri Qur'oni Karimda va qulul hamdulillahillazi lam yattakhiz valadan va lam yakul lahu sharikun fil mulki va lam nima shu oyat oxirida sura nima Isroniki 110-oyat bo'lish kerak deb o'ylayman. Ashunda namozlik nimani o'qiydi degan vaqtda Alloh taoloning qudrati haqidagi oyatni o'qinglar deb bayon qiladi. Masalan, sura Fotiha shu Malik Yevmiddin degan Allohning qudratini bayon qiladi misol. Allohu la ilaha illahu degan oyatlar, Qul huvallohu ahad degan oyatlar Alloh taoloning sifatlarini tasvirlagan oyatlar. Shunday oyatlarni o'qing deydi Alloh taolo Qur'onda. Tabbatga o'xshash misol, Fir'avnniki ana rabbukumul a'la degan o'xshash unda oyatni o'qib Allohu akbar deyish bu namozniki asli nemasiga to'g'ri kelmaydi endi. Bu yerda birisini tillab, birisini qag'ab turib, andakin namoz o'qish, Xudoga birisini shikoyat qilish, o namozniki zikri degan kelimaga to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun qarindishimiz bergan javob nima degan vaqtda, to'g'ri bir so'z o'zimizniki davatqinning o'zini bilmagan narsa bizga foydali bo'lmaydi. Shuning uchun bu Qur'oni Karimning tarjimasini, bo'lib Anas Hojimning tarjimasi biroz yaxshi, uningdagi ma'vu vatanda tarjim qilingan siyosiy kengashning mollalar deydi. Ashlam yaxshi tarjim qilgan men ko'rdim uning o'zini. Biroz o'qidim. Ashlam yaxshi tarjim qildi, tirnoq ochmay turib tarjim qildi. Ashuning o'zini o'qishmi nihoyatda yaxshi ya'ni. O'qib, ashundan bir mazmunni elib, uningdagi namozni qilsa bu to'g'ri bo'laverdi. Ammo hech narsani bilmay turib o'qishdan menga yaxshi bu.
Meşal münasebet bilen bazen bilemen qarindoshlar kirgan o'xshaydi, bizga uyutib qo'ydigan. İbadet degan nima bilamsizlar deb so'rabdi. Nima ibodat deymiz degan mazmunda bir program bo'langan albatta. Meşal qisqacha bir to'xtab. Aşu nima bilamsizlar degan bo'lsa, ya o'tirib so'zlasin biz bilib olaylik. Bo'lmasa aşu bizniki shu ibodat sohasida so'zlagan shu programmamizni ko'rsin bo'ldi. Tamam. Ecirlik bo'g'aylar. Bugungi programma meşalda to'xtatildi. Albatta hidoyat yo'li bütün payg'ambarlarninki keçmişe qarasak, unda tüp-düz dağdam yo'l yo'q ekanligi ma'lum. Dastlab imonga tushgan vaqtimizda xuddi bir mustahkam qo'rg'onning ichiga kirilib bizni hech kim bo'zak edemaydigan, endi shu Xudoyimning xalqining ichiga kirib shu yerlashgandek bir baxtning ichida uf degan tuyg'ularimizni yashagan edikda, dastlabda imonga kirgan vaqtimizga hissiyotimizda. Ammo yashash jarayonida shuni his qildikki, bu to'shikdan chiqib, o to'shik kirgichi bo'lgan bu hayot musofimizda boshimizdan o'tmaydigan eglak, ya'ni bizni o'tmaydigan eglak qolmaydi ekan, hayotning hamma sovuqlarini, o'y-chunqurlarini, egiz-past do'nglarini, davollarini oshidi ekanmiz, riyozatlarni tortidi ekanmiz. Mushuning o'zining hammasida to'g'ri ilib mang'alsak, shuni o'zi ibodat bo'ldi ekan, agar tushundirish to'g'ri kelsa. Qarindoshlarimiz bugungi programmada biroz inkos yaxshi. Endi hammasini yana takrorni qilib ketgan bo'lmaydi. Qolgan qarindoshlar hamda shu Qur'ondan nazar programmasini tafsiliy ko'rsanglar, raddiya bersanglar tahi yaxshi, xatosi bo'lsa ko'zimizga ko'z tutib qo'ysanglar tahi yaxshi deb keldik. Yana deymiz, adaqisi deymiz. Bizning to'g'ri emas, to'g'ri. To'g'ri kim desa to'g'ri. O mayli g'arbdagi bir ko'k ko'zning og'zidan chiqsin, mayli sharqdagi bir avliyo azamning og'zidan chiqsin, to'g'rini kim desa to'g'ri, xatoni kim desa u xato deb keldik. Shunga agar xato ekanligini isbotlaydigan qarindoshlar bo'lsa, bizga xatoligimizni tushuntirib bersa, ko'z tutib bersa, xo'sh bo'lamiz deb keldik, yana deymiz. Bugungi programmaga aloqador savollar asosan so'ralgan bo'ldi. Sizning hamda mening oxirgi bir qancha savol zurriyati bor edi, men atlab o'tamadim. Endi sizlar shu Qur'on manbalik din tushansizlar, mana shu orqali erishmoqchi bo'lganlar nima sizlarga? Millatni ma'qul to'g'riligi taklif dedik. Bek muhim bir yana dedildi. Meniki erishmoqchi bo'lganim nima degan vaqtda Payg'ambar alayhissalom Qur'on orqali boy deganga o'xshash Arab xalqini o'zini qutqizibdi. Mening erishmoqchi bo'lganim naq shu. Qur'on orqali millatimizni qutqizish, vatanimizni qutqizish dan iborat shu narsaga erishishni maqsad qildim men. Shuning uchun davomli men Qur'onda so'zlagan vaqtda vatan millatning o'zini, millatchilikning o'zini nihoyatda yaxshi o'rin qo'yma. Vatanni qutqizish, boyagidagi vatan ozod bo'ldi degan gapni asosan qilmayman. Vatanni ozod qilmasak, ozod qilamiz degan gaplarni qarab qilaman. Ozod qilishimiz kerak degan sohaga qarab gapni qilaman. Sizning gaplarga bergan javob shuki, ya'ni meniki g'oya bu Qur'onni asos qilishda. Men diniy sohadagi odam bo'lg'achqa Qur'on orqali vatanni qutqizish, millatni qutqizish. Bu meniki tub asosi nishonim. Allah muvaffaqiyat bergay. Yana desak, yana gap uzun. Bu mazmunlarning ichiga har birisiga olam shumul degani bo'lmaydi, lekin deyishdan hijlimi bo'lmaymi degani bo'ladi. Ya'ni Uyg'ur xalqiga nisbatan Uyg'urning butun taqdir qismatlarini o'zgartiradigan fikr tushunchalar bilan Qur'ondan nazar programmasi taqdim qilindi qarindoshlar. Shu ustoz Abdukarim Zoir afandaniki mustaqil tirishchilik bilan inshaalloh kelgusida shu Qur'on manbali din tushunchadan oziqlangan yangi avlod qarindoshlarningki butun energiyasini vatan millatimizga markazlashtirib, ularning istiqboliga ko'yinadigan,
ularning istiqboli uchun yangi yo'llarni ocha oladigan bir ummat bo'lib yetib chiqishiga bir yo'chiq, ya'ni bir ishq yoqqan, ya'ni bir lampochka yoqqan bo'ladi deb o'ylayman. Kelgusida buning cho'qim natijasi bo'ladi. Programmaga tashrif qilganlar va o'zlariningki bu vaqtdagi kechmishlarini, fikr tushunchalarini o'rtoqlashib qo'yganlar uchun rahmat. Ajrlik bo'lg'ayli tekrar. Oldimizgi fursatlarda yana inshaalloh yana shu vatan millatning istiqboli uchun yana yangi fikr tushunchalarda pat-pat ko'rishib turganligimizga ishonamiz. Sizlarga nihoyat ko'p rahmat. Bo'ladi, omon bo'lsizlar. Bo'ldi, Alloh. Amog'aylar. Ma'qul, rahmat. Muhtaram qarindoshlar, bugungi program bu qadar bo'ldi. Ya'ni hidoyat yo'lidagi bir g'arib degan gap, g'aribona. G'ariblik safarini tamomlagan, hozir qadar nurg'un yo'llarda, fikr tushunchalarda vatan millatning istiqboli uchun Qur'on manbali din tushunchisida yolg'iz yegani mingib kelgan bir ustoz oxirgi kunlarda, oxirgi oy, yillarda bir jamoat shaklidagi insonlarning olqishiga, qo'llashiga, hurmat qilishiga va e'tirof qilishiga erishdi. Ya'ni g'ariblik inshaalloh bundan keyin o'sha yerda tugadi deb o'ylaymiz. Bütün g'ariblarga salom bo'lsin deb bir nim bo'ladigan, tabliğ bo'ladigan, o'sha yerda shuni deyman. Haq yo'lida yolg'iz qolsimi, yo'lini mustahkam davom qilgan bütün g'ariblarga salom bo'lsin. Amon bo'linglar. Oldimizgi boshqa programlarda ko'rishguncha sizlarni Janob Alloh topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh.